Ya Facebook chiqayotganda qarab bakalım. Bu olmadı mı? Kanda ya bulaptı. Assalomu alaykum. Ekrandagi qarindoshlar, hammalarga mushvaq xayrlik bo'lsin. Assalomu alaykum Mavlanka. Choyxona ekranimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom. Meni nayt yaxshi qo'yibdi. Choyxonani bizning vatanda bilsam hech vaqtlarim tortib ma'limiz choyxonalayapti. Shu choyxonalarga yurtning cho'nglari, ma'li ko'ylar yig'iladi. Dangliq tarixchidan tortib siyosatgacha her sahne adamlar kelib suhbatlar qiladi choyxonalarda. Shu choyxonalarda tul anglab biz choyxonadagi qiziqarli xalqaro vaziyatlarni, har xil suhbatlarni shu choyxonadan ozroq quloqlab pishib qolibdi ekan. Choyxona Uyg'urlar uchun bir yana bilim yurti desak ham bo'ladi. Uyg'urlarni har qaysi sohalarda oqatishib boradigan bir ma'naviy buloq. Vatandimi to'rbatlar yangi boshlangan vaqtda choyxona deb shu yerdami nurg'un munozirlar boshlangan. Shunga men choyxona deb qo'yib oldim. Choyxonada yolg'iz siyosat emas, har insonikidan suhbat olib borsak bo'ladi. Mavlanka hamsa men savol tayyorladim bugungi suhbatga. Shu suhbatni savollar asosida olib boraylik. Mau nimaniki ovozlarniki suhbatni ovoz chiqayotganmidi, qarasam chiqqandek turdi. Boshda qiyoslik kirdi qaysi. Nima tekshirib baqay davatimi? Ya men o'zimga qo'ysam chiqdi. Oldin hafta Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerika tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin ikkinchi qatim Xitoyga qaratgan 2 kunlik ziyoratni 4-oyning 24-kuni Shanxay shahridan boshladi. Blinken Xitoyga qilgan ziyoratni boshlashdan burun Amerikada Xitoy qarshi tuandikidek ishlar yuz berdi. Prezident Joe Biden Tayvanning harbiy yordamini o'z ichiga olgan qonun loyihasiga imzo qo'ydi. TikTokning ona shirkati ByteDance'ni Amerikadagi tijoratdan voz kechishga chaqirgan qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Ukrainaga 61 milliard dollar yordam qildiganligini e'lon qildi. Blinken Xitoy ziyoratini boshlashdan 2 kun ilgari Amerika tashqi ishlar ministrligining 2023-yildagi kishilik huquq yillik dokladini e'lon qilganda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat davomlashtirayotganligini alohida o'ttirib qo'ydi. Ya'ni Amerika tashqi ishlar ministrligi kishilik huquq raportida ya'ni Uyg'ur qirg'inchiligini alohida tilga oldi. Mana shunday jiddiy vaziyat ostida ya'ni Amerika hukumatida Xitoy qarshi yuqori so'zlab o'tgandek siyosatlar o'ttirib qo'yilgandan keyin Blinken'niki Xitoy ziyoratini boshladi. Endi birinchi savol sizni so'raganman. Amerika hukumatining Xitoy hukumatiga qarata yuqorqi siyosatlarga qarata Xitoy hukumatigami Amerikaga qarshi qanday siyosatlar, ya'ni tadbirlarni qo'llandi? Biz faqatlarki shu Amerika hukumatiniki Xitoy qo'llagan yuqorqi deb o'tgan narsamni bildikda angladik. Xitoymi Amerikaga qarshi biror narsani tadbirlar qo'llandimi yo biror siyosatdan o'ttirib qo'ydimi? Buni haqida ozroq to'xtalsangiz. Bo'ladi, men nimanichi qara o ilaqi bu ma xalq arada men oldingi bir necha kunda ilaqi nimo bir narsani boshqa birini tayyorlayman deb xil vaqtim ketdi. Ilaqi Angliyaning eng dongliq haftalik gazeti Moliya, Amerikaning Washington gazeti, New York davri, undan keyin Dunyo banki, undan keyin bir necha professorlarningki Muşa Xitay iqtisod to'g'riliq ilib borgan bir 6 soatlik suhbat var. Shu suhbatni anglab chiqaman deb xil vaqtim ketdi. Menimi ancha-muncha anglab turdim.
Endi bu maslanga bu bunda avval muşisi abay so'zlab o'tgandek buni qilsang bo'ladi masalan bu Antony Blinken bu Antony Blinken 2022 yili Nancy Pelosi Amerikaninki palataning raisi Tayvanni ziyorat qilgandan keyin uningdan keyin bulturma Amerika Xitoyning josus shorini etayotgandan keyin Amerika bilan bu ikkisiningki munosabati ilgirkin mushtaq nacharlishi tuanga tez nacharlashishga mangan. Budaqi amaliyotda Blinkenninki budaq u yoq ip mangan siyosati Amerika bilan Xitoyning mushi jiddiy mushundaq tuanga tushib ketib qolgan nacharlashishni biroz turaqlashtirish nacharlashishga o'zgartmoqchi. Biroz turaqlashtirib asta chunki Amerika hozir Xitoyga Amerikaning hozir cho'ng diqqati Ukraina urushda. Bu azaldan tortib uchi baqira Xitoyninki bilsa Sango Yenyi deydi. 3 davlat qisosi bugungi Xitoylarning tarixida. Burun Xitoylar bu davlat orang 80 bu davri 80 yilda yuz bergan bilan Xitoyda. Bu Xitoy bütün tarixda intayin cho'ng rol o'ynaydi. Xitoy har qanday vaqtida dünya munosabatini 3 cho'ng munosabatga akirishga tirishdi. Mishak akvasa bularninki tarixdan qolgan hunarlari, yillari, hamma nimasi borda. Bu da Amerika uyak bordi. O berishni chunki Amerika berishdan burun masalan Tayvanda Xitoy tarafdan qarasang Tayvanda Janubiy dengizda nihoyat jiddiychilik bo'lib ketdi. Xitoy dengiz armiyalari uyak berib kirib u bir jiddiychilik bo'ldi. Uningdan keyin Amerikaning Xitoyga ilm-fan, uningdan keyin boshqaruv sohasida butunlay Amerika Xitoyni jazolashga ilib mangdi. Uningdan boshqa yana Amerika bilan Xitoy o'tirgan savdo urushi 40 yil yoqiki eng avjiga chiqib ketdi. Endi mushundaq bir yurish masalalarning mangan vaqtida Amerikaning bu da Blinkenning ayak bag'a berishi mushu jiddiy masalalarni ma'lum jihatda sal so'yitish. Amaliyot biz hammamiz bu Amerika urib deydi, lekin Xitoychi desangiz, Xitoy buningga biladi. Amerikaninki Xitoyning ko'z qarshida Amerika xuddilik armiyalarning hammani ishga oldiga akab qo'yib, aeroplanlarni ustidan uchirib, dengiz armiyani akab qo'yib, andin suhbat kirgandek. Xuddilik Xitoylar suyxu tungdiya deb qo'ydi. Oxirgi Amerikaga Xitoyga ogohlantirish bergandek bizga keldi deydi Xitoylar. Shuning uchun Xitoylar buni bir night qiyin ahvol qo'yib qo'ydi. Hamda to'g'rilab so'zsakda Xitoyni. Mishak ma savol hamda abad dediq-ku, Xitoyni qiyin ahvol qo'ydigan ayndalik 4 xil tadbirni Amerika o'tirib qo'ydi emasmi? Deb aytgandik. Ana mushdan qarta Xitoymi oldidan bir Blinkenning kelishidan ilgari Amerikaga qarshi bir qo'llangan yani nimalar bormi demoqchi-da. Anda bir tiplar demdik ya. Anda bir siyosat turaqli bo'lib ketdi siyosati. Amerikaga Xitoy asalliqcha bosh egmaydi. Asalliqcha Xitoymi iqtisod. Lekin bu da Blinkenning bag'anda ikki qurol Xitoyni Blinken deydi, mushu masalalarni hal qilmasang biz hal qilamiz dedi. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Sizning deganingiz baba savol taraqqisiz shu hammasi bor narsa. Ikkinchi savol, ikkinchisida hamda Blinken hamda bevosita Beijing Shanxayga yetib keldi-da. Diplomatlar qoidasi bo'yicha Xitoyning Amerikaning yuqori darajali diplomatni kutilishda qizil gilam selish otini amaldan qoldirganligi va uni kutilishga uning bilan teng darajadagi diplomatning o'rinlashtirilmay, balki Shanxay shaharlik tashqi ishlar ishxonasining mudir oldiga chiqdi. Uning qizil gilamni samida, ishtim samida ya Shanxay shahrining shahar boshlig'i boshqa cho'ng markazning ministrlari tandirga chiqmay, faqat odatdagi bir Shanxay shaharlik tashqi ishlar ishxonasining mudirini oldiga chiqarib oldi hamda. Oldiga chiqarib shuni kutib oldi. Savol, nima uchun Blinken ziyoratini Beijingdan boshlamay, Shanxaydan boshladi? Endi Shanxaydan Beijingdan nereden boshlash bu muhim emas. Endi Shanxay degan Xitoyninki shu iqtisod markazi nimasi agar shu yerdan tushishni nisib qilsa, u cho'ng ish emas meningcha. Endi Xitoyning nihoyat tuan darajalik odamni chiqarishi
Çünkü ben dedim ki Xitay xuddi Amerika onunla ahirgi ogohlantirishni bagini kelganligini his qildi. Shuning uchun buningda Xitoy inja g'azablanib, buni dog'dug'liq kutmadi. Beyjingga borgan bo'lsa, tashqi ishlar ministri chiqardi. Hech bo'lmaganda Beyjingning boshlig'i chiqardi. Goviyandan odam chiqardi. Bir turkum odam. Shanxayda borgan tushgan keyin bu bir nurg'un narsalarni ma'lum banalar bilan bir taraf qilayotgan bo'ldi. Men dedim-ku, Xitoy budaqi bilinganini Mavlanka, men Xitoy hukumati diplomatik qoidasi bo'yicha kutib olmay endi Xitoy hukumatininki mustaqillik Shanxay shaharlik tashqi ishlar ishxonasining bir mudirini oldiga chiqarib qo'yishi bu qatorliq suhbatda qasdan diplomatik bir o'ng'aysizlik kayfiyat yaratganligimi bu yerda? Unda Amerikaninki men abay davaslam gapimni uzaytib borsa. Amerika bu da Xitoyning ko'z qarashida butun armiyasini Xitoyning darvozasiga akir qo'yib, endi Blinkenni avtiyotdi. Xuddi sen taslim bo'lamsan yo'q degandek. Xitoyning ko'z qarashi mushu. Sen butun askarni menga berilgan jazolarni berib bo'lding. Tayvanga bordigan qurol berdi. Sharqi Turkistonning nimasini irqiy qirg'inchilik deb atading. Butun nimani deb itib bo'lib, uningdagi menga texnik yani 100'den artıq şirketdən jazo bermay, buningdikimi texmi jazo berdiganligini e'lon qilib bo'lding. Prezident Biden hammani e'lon qilib bo'lding. Sen bu yerga kelyapsan. Sen menga sening hamma qilgan ishingni qilib bo'lding. Menga butun tahdidni sip bo'lding. Menga sen xudaylik taslim bo'l degan bir oq qog'ozni oxirgi ogohlantirishni ko'tarib kelyapsan. Şunlaşqa, mənmə bir çoğ davlat bolğandan sana taqabul turman. Nimada taqabul turma? Heç bolmaganda senin kelişin kütüşingni mən dağdığılıq köməyimə. Senin bu kelişingni mən üçün ancha əhmiyyəti yox deb görmə. Deb şunlaşqa bir Şanxay əklib, Şanxayның bir başlığını çıxır qoyğan. Bu adətki vaxtlar olsa Xitayning tashqi ishlar ministri bormamdı. Ya, o tashqi ishlar ministri bor edi adətdə. Şu şəkildə Xitaylar mən dedim ki, moshni bilsən oldu bu sen bizni taslim bo'l deb kapsa, shu qog'ozni sunğini kapsa, qo'l qo'yiz deganni kapsa deydi Xitoyning ko'z qarshida. Shunga Xitoy buningga bu qig'ini Amerikaning bu bir yurish qilgan qaroriga ipag'an bir qaytarma hujum. Ma'lum jihatda aytganda endi diplomat qaysi desang bo'lmaydi. Diplomat qaysi deydigan narsa bu naytil harakatchan narsa. Bu üstün chiqalaydi, tuvan tushalaydi. Xi Jinping chiqalaydi, hammasi tushalaydi. Lekin Xitoy mı? Mushning orqali Amerikaga o'zining ko'z qarashini nayt burunqidek qattiq so'zlamadi. Masalan, burunqi Blinken masalan burunlarda Xi Jinping, Wang Yi tashqi ishlar ministri Wang Yi so'zlaganda burun Xitoyni Yanjing deganda Amerikani nayt qattiq so'zlar bilan aybladi. Bu da o ayıplarını qilmaydi Xitoy yana bir jihatdan. Masalan, Xi Jinpingning gapini o'qisang, Yihe Weigui Yiwen Wenzhong debdi. Ikki taraf biz birlashib tinchlik va muqimlikni eng muhim ko'rayli. Bir-birimizni do'st ko'rayli, dushman ko'rmayli deb Xi Jinpingning gapini qarasang, bir jihatdan Amerikani eritish, bir jihatdan Amerika qattiq muomala tutish, ikki siyosatni ikki borda Xitoy nima qilishini uqmayapti. Bu meselede Xitoy biraz pasif holatga tushib qoldi. Chunki Amerikaning Xitoy qo'ygan siyosiy Blinkenning gapi nayt kuchliq intayin qattiq gap. Bu masalalarni sen hal qilmasanglar, biz hal qilamiz dedi. Bu nima masala? Savun bu davatga masala Ukraina masalasi. Xitoyning ko'z qarashida, nima Amerikaning ko'z qarashida Ukraina nima Sovet ittifoqi bo'lsa, oldingi butun zapasdagi oldingi asrki qurol jabduqlar bilan Ukraina hujum qilib, Ukrainada qurollar asos qolmadi. Amerikaning ko'z qarashida Sovet ittifoqining hozir qadar elib ketib qolgan barliq kurashlarning manbasi, bular berayotgan kuch Xitoy. Agar Xitoyni Amerikadan urushdan ayirib etsa, Rossiya Xitoy agar Rossiyaga berilgan yordamni to'xtatsa, Rossiya Ukraina urushida mag'lub bo'lishi, joyini saqlab hujum qilmasligi,
jiq ojizlab ketishi intayin cho'ng. Shuning uchun Blinkendan ikki nimani oldi qo'yib qo'ydi. Bu ikkisi Xitoyning jinni oldi. Birinchi, sen Ukrainaga yordam bermaysan. Agar Ukrainadan yordam bersan, men sening ma'lum banklaringni xalqaro moliya sudini SWIFT deydi, xalq moliya sudidan chiqarib etman. Xuddi Rossiyani chiqarib etgandek. Blinken bu ikkisini berdi. Xitoy qanday qildi? Rossiyaga ha ma'qul deb, yo'q, sening gaping qilmayman, men Rossiyaga bergan yordamimni davomlashtiraverman. Chunki Rossiya mag'lub bo'lib ketsa, Xitoy dunyoda yolg'iz qoladi. Amerikaning u yoqdan bu yoqdan Xitoyni qo'rishyapti. Buni Xitoy biladi. Amerikaning bir-birlab so'qiyotganligini. Agar Rossiyaga yordamni yo'q davomli beraversa, ma xalqaro bankdan SWIFTdan chiqarversa, xuddi Eron Rossiyaga o'xshash xalqaroda savdo qilolmay qoldi. Dollarni xalqaro bank ishlatmasa, dollarni ishlatolmaysa, har qanday yerda. Yo'q, unda bo'lsa, uni men sana bo'pti, sening gapingga ergishib, men Rossiyaga bergan yordamimni to'xtatmayman desa, bu o'zining eng yaqin hozirgi hamrohidan birlash kuchidan ayrilib qoladi. Bu ayrılık qas bu ikkide bu Xitoy biladi. Amerikaning gapi gap emas. Hozir men Rossiyani ma'qul Xitoy deb Rossiyaga bergan yordam to'xtatsam, Rossiya mag'lub bo'lgandan meni uradiganlik, Xitoyni uradiganligini biladi Amerika. Shuning uchun Xitoy mush ikki taraf mushkilni o'tirib kelib qoldi hozir. Gap mishadi. Endi yana bir savol. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Xitoy ziyorat oldida Xitoylarning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik harakatini alohida tilga olib, Uyg'urlar va dunyo jamoatining yana bir qatim diqqatini tortdi. Sizcha Blinkenning bu Uyg'urlarga oid irqiy qirg'inchilikni tilga olishidagi sababni qanday tushunish kerak? Qara, bu bir Xitoyga berishdan burun Blinkenning ipaga bir yurish bismi Uyg'ur masalasi bo'ldi. Ukrainaga nima berdi? Tayvanga yordam berganligini nim qildi. Tayvanga yangi zamon qurollarni yordam berganligini uch oshkor dedi. Undan keyin Xitoyning 100 shirkatga jazo berib, yana davomli nurg'un shirkatlarga jazo berganini aytdi. TikTokni agar Xitoyning ana shirkatidan ayirib etmasa, xalqaro bozordan chiqarib yetadiganligini aytdi. Buningdan boshqa yana Xitoyda hozir ishlab narsani nurg'un bir narsani intayin zo'r darajada ishlab inglizcha excessive deydi, ishlab chiqarib dunyoda to'kma qilib xalqaro savdoni vayron qilyotdi. Bu masalaga qattiq jazo berganligini Biden so'zladi. Mushu so'zlarning hammasi oldida aloqa qilishi Xitoyga borganda suhbat qilganda Xitoyning bu Biden Blinkenning qo'lidagi dasmiylar tarozga sip qo'ydi. Mana ishlar bor, sana mallarni qila olamiz. Agar sen yumshoqroq bo'lib yordamni qilmasang, agar yordamni Rossiyadan bo'lgan yordamni Xitoyga, Rossiyaga bergan yordamni uzvatsa, Amerika nurg'un yerlarni yumshoqlatib yetgan bo'lishi mumkin. Chunki hozir Amerika ilm, fan, texnika, yuqori narsalar cheklagan bilan odatga xalqning kundalik turmushi ishlaydigan kiyim-kechak, lo'nga, oyoq, mushlar narsalarga bo'lgan narsani Xitoyning cheklamadi. Uni cheklamaydi. 350 milliard dollarlik har yillik savdo yana davomlashyapti. Buni davomlashtirdi Amerika. Shuning uchun Xitoyga berishdan burun bunda har qanday diplomat buni berishdan qilgan dasmiy bisim. Xuddi Xitoy va Amerika kelish uchun bu Amerikani buzish uchun bir necha dengizlarda yadro bombalarni yadro deyman, misail, boshqurgan bombalarni sinab qildi. Tayvanni oldi, Tayvan dengizida bir qora harbiylarni akirib guldirib chiqib ketdi. Aeroplanlarni dengiz Janubiy dengiz okeandan u yoqdan bu yoqqa uchdi. Ma'ning qilgan dasmisiga uningda aqtiq qilayotgan dasmi. Xitoy deydigani, men Tayvanga sening nim deyishim bilan har qanday hujum qilman. Agar sen mening gapim qilmasang, Janubiy dengiz dunyodagi 30% narsa shu yerdan o'tadi dengizlar nimasi. Buni to'sib yetaman. Rossiyaga berganini davomlashtirib kuchaytirib, hatto askar eltishim mumkin.
Bu ikkisinin o'rtasidagi bir savdochilik bo'lyapti. Shu. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Diplomat savdo shunda bo'ldi. Yani miyadagi narsa masalan hamda Amerika tashqi ishlar ministri Amerika birinchi qatim dunyoda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Yani shu 2023-yillik Amerika tashqi ishlar ministri kishki huquq dokladida irqiy qirg'inchilik Xitoy hukumati Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik davomlashtiryapti, ham inson qora jinoyat o'tkazyapti deb deygilikda raportda. Lekin Xitoyga borganda Xitoylar kurashganda yani Uyg'ur kishilik huquqidan andish qilganligini, aytgan qirg'inchilik bevositalarga kishilik o'zgarib ketadi ayak borgan vaqtda. Buni endi qanday tushunamiz hamda o'zi chiqargan raportida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik, inson qora jinoyat deb aniq bor raportda, lekin Xitoyga borganda o irqiy qirg'inchilik, inson qora jinoyatga hech qanday bir kalima so'z ishlatmaylar, ayada hamda Uyg'urlarning kishilik huquqidan andish qilganligini Mandala bir deb o'tib ketgan nimasi bor bu to'g'risida bu ishni qanday tushunamiz nima ish qo'yadi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi inson qora jinoyat qilyapsa deb Xitoyga bevos o'lgan deyolmaydi raport yozgan bilan. Qara bu diplomatning vazifasi bir ishlarni turaqlashtirish, jiddiylashtirish emas. Masalan, Xitoy bu irqiy qirg'inchilik ulug' buni Xitoy qabul qilmaydi, bunun bilan suhbat qilmasligi mumkin. Shuning uchun uyaga borganda kishilik huquq deb buni yumshoq shaklda xalqarodagi o'rtaq atalg'ini ishlatadi. Mayada degan bilan ayak beriblar sen ilaq Zhongzu Miejue uni ilaq Xitoycha yoshlar deydi, sen genocide qilsa, irqiy qirg'inchilik qilsa, ashada suhbat to'xtatib chiqib Xitoymi? Sen mana suhbat chiqib ketdi. O nimaning masalasi Xitoydagi amaliyotda Xitoyga bo'lgan masalani Xitoy bilan bo'lgan ziddiyatni biroz turaqlashtirish, jiddiylashtirish emas. Nimaninki masalasi hisob bo'ldi. Diplomat deganni qo'llarni chet elliklar bir gap bor, diplomat deganning 99% bo'ladi deydi. O'xshamagan gapni qilaverdi. Mavo Amerikaning siyosati bu yerda. Ayak berib sen Jungo bütün fuqarolarga so'zlaydigan yerda uni irqiy qirg'inchilik desan Xitoy aqcha so'z so'qmay katta ketkazish mumkin. Shuni bilan quruq qo'l qaytib keldi. Hozir Xitoy Amerikaning birinchi masalasi Xitoyning Ukrainaga nima Rossiyaga berilgan yordamini to'xtatish. Onun hozir kelishgan savol bor endi. Yana bir savol. Sizce kundir jiddiylashayotgan Rossiya Ukraina urushida Antony Blinkenning Xitoyga berib, Xitoyning Rossiyaga davomli harbiy yordamni bo'lmasligini ogohlantirish, bir ishtek bunda cho'ng xalqaro siyosiy vaziyat oldida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik tilga elish dunyo qanday siyosiy signal berganlik. Ayat ham Ukrainaga yordam qilmaysan deyapti Xitoyga. Shundaqla Uyg'ur masalasini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini raport chiqarmoqda, ya'ni ikki tarafdan Xitoyni yana bir iskanjik elig'ilib. Bu yana qanday bu xalqaro qanday bir siyosiy signal berganlik bu ishdan. Bu endi nimaning qilsa bu Blinken degan Ukrainaga yordam emas, Rossiyaga yordam qilmaysa deydi. Rossiyaning butun harbiy sanoati hozir Xitoyning yordami bo'lmasa to'xtab ketadi. Rossiyaga harbiy sanoat ketadigan yiliga bir xil moddalar, uskunalar, yiliga chiplar hammasi Xitoydan beryapti. Shuning uchun bu Blinkenning birinchi masalasi Aşının bo'lgan to'xtatish. Shuning uchun degan yeri sen agar Rossiyaga davom qilsang, seni men xalqaro mavo bank sistemasidan chiqarib yetaman, savdo moliya sistemasidan chiqarib yetaman degan yeri. Uni SWIFT deydi, inglizcha chiqarib yetaman deyotgan yeri. Endi Uyg'ur masalasi bu yerda Blinkenning bir muhim masalasi emas. Uyg'ur masalasi faqat bir qo'shimcha akirib qo'ygan bir masala, iliq bir yo'g'on sorunda pololarni, sams go'shtlarni akirmiz, o as uning yeniga menda kichik taqsirlar salis qo'yib qo'ymizmi? Shuning o'xshash Uyg'ur masalasi ashunda bir masala, bu Uyg'ur masalasini cho'ng uning misda iliq Xitoyga ishlatgan bir eng cho'ng besimi emas bu. Bu bilsa har bir ishda o'zining bir vazifasi bor. Blinkenning birinchi top masalasi Rossiyaga bergan yordamni to'xtatish yoki ojizlashtirish. Bunun uchun masalan Rossiya Xitoyga bo'pti, men endi Xitoyning ikki nimasi borchi, Xitoymi buni iliq to'dovchi deydi, kayniga suryotdi. Xitoyning bu yerga qo'yayotgan shaxmatni o'ynayotgani
agar 11 ayga borsa 11 ayga berib 11 ayda masalan Trump prezident bu Biden qilib qolsa Amerikaning siyosati o'zgardi. Trump biroz Rosparas. Vaqtlar Rossiyaga bo'lgan bisimi butunlay to'xtab, Rossiyaga bo'lgan bisim to'xtab, Ukrainani Rossiya bilan tinch o'tkazgin deb ma bisimni ishlatishi mumkin. U vaqtida Xitoy agar nima gaplarni qilsa 11-oygacha berib ashaqni so'rab, ashaqqa so'zib, ashaga opirib olsak, shu vaqt yangi siyosat qanday chiqadi? Shu vaqt bilmas agar Rossiyaningki Trump masalan oldida ketib bordi saylamda biletdi. Agar Trump chiqib qolsa, hozirgi Rossiyaga bo'lgan bisim Trumpni kemaytirdi. Ukrainaga bo'lgan yordamni kemaytirdi. Shuning bilan Rossiya bilan bo'ldi tinch suhbat qildiydi. Xitoyga bo'lgan Xitoyning Rossiyaga bergan yordamiga chattig'i bo'lmaydi. Shu Xitoyning mo'ljari hozir qo'yayotgan stok qo'ygan dasmeri qo'ygan Datkanda ağaya şunun qaracı şu vaqtçı Xitay to'davji deydi kayniga so'rish, ashaga so'rab akitib bordi. Shuning uchun bu hozir u Ukraina nima Uyg'ur masalasi Xitoy Amerikaning siyosatida nihoyatda cho'ng rol o'ynadi. Chunki Amerika Xitoyga qarta hujum qilishning bo'sish nuqtasini o'sha Trump davrida topolmayotdi. Nereden qilmasda? Mush Uyg'ur masalasi irqiy qirg'inchilik deb Xitoyga urgan bo'sish nuqtasi bo'ldi. Ya'ni bo'sib kirib bo'ldi. Kirib buni har iqtisod, har jihatga keng doiradagi jazoga, keng doiradagi hujumga aylanib ketdi-da. Endi Uyg'urlarning masalasi hozir Amerika va Xitoylarga solgan bisimi ancha cho'ng bisim emas. Uni u irqiy qirg'inchilik davatqaniga 5-6 yil bo'ldi. Xitoyning qoni yo'q. U ancha cho'ng masala emas Xitoyning oldida hozir. Uning bakmi diqqat qilib ketmaydi. Hozir Xitoyning eng diqqat qilgani o'zining iqtisodi. Mavu Rus banka sistemidan chiqarib yetib qolsa, Xitoyning eksport, import iqtisodi nihoyat qattiq vayranga chiqarib yetdi. Endi Amerika hammani chiqarib etmaymiz dedi. Gay bankalarni chiqarib yetimiz dedi. Bir-ikki bankani chiqarmasmi, Xitoyning butun stoklari tushib ketadi. Hamma narsa xalqaroda intayin buni krediti zo'r darajada zaxmiydi. Amerikaning asosiy siyosati ikki gapsa, ma Uyg'ur masalasi Xitoyga bekchiq bisim ishiltanmaydi. Bekchiq bisim ishiltanmaydi. Iqtisod masalasi. Nima uchun bu deb o'ylaganlaringiz yo'q, nima uchun? Masalan, deymi Uyg'ur degan kishilik huquq Xitoyning iqtisod bilan munosabati yo'q. Masalan, bir necha paxtadan ishlagan narsalarni chiqarsang maydab Amerika dedi. Lekin o Amerikaning Xitoyga ilib borgan jazosi, masalan, ilm-fan texnika, mushu bank sistemidan chiqarib etimiz. Bularning hammasida Uyg'ur masalasini faqat bir omil qilib kirdi. Buni Xitoy hozir masalan 6 yil bo'ldi Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik deb dunyoni ko'taryapti. To'g'rimi? Hozir irqiy qirg'inchilik va Xitoy yo'q deb sal ichayotganda Uyg'urlar degan bu irqiy qirg'inchilikning ovozimi Uyg'urlar ichida yo'qolib ketib bordi. Uyg'urlar degan hozir mana bizning Los Anjelesdanmi o'sha vatan ketganlar eqib ketib bordi mana. Shunday jihodam bor. Kelayotganlar shunday jiq. Yana bir 2 yildan keyin kelajillar aqcha Amerikadagi 30% Uyg'urlarning hammasi berishi mumkin. Qaytishi. Hamma yoshlar qaytishi apam dadam ko'raman deb turyapti. Apa dadlarim kelyapti. Bu vaqtda bu irqiy qirg'inchilik bu masala hozir qaraganda xeyli jiq taskinlashib ketadi. Men azaldan aytganim mush irqiy qirg'inchilik mushning tatib mustaqil harakatni oldiga surayli. Sharq Turkistonning mustaqil degan narsani Amerikaning Kongress hammalar kirgizib, mush masalani qiladi bu irqiy qirg'inchilik degan bu xuddi burun biz Uyg'urlarning ayollarga beshilki yog'liqni ilibətdi, erlarninki saqalını aldırıbətdi, qızlarımızı işkirib apıb degəndək bir kişilik huquq xarakterlik məsələdə toxtab qaldıq. Bunu muşu irqi qırğınçılıqdan faydalanıb biz müstəqil dövlət məsələsini aylandığımızsaq, bu bulmaydı deyə mən söhbətlər sözləb gəldim. Bu da məmtimin əlalamı Amerika Kongressga şu məsələni əqiribdi. Əgər Uyğurlar onu qəbul qılmay nurg'unlar tanqidlab yurdi. Şunun için ben bunlar buluşu şu bilsek buludu. Hem de muşini ben yakınlıkta gibimde. Uygur meselesini, kişilik hukuk meselesi de Amerika onu irqi qirg'inchilik kişilik hukuk dairesi kirdi. O müstakil dairesi kirmeydi. Devlet kuruş dairesi kirmeydi.
Shuning uchun yer kishilik huquq desa, shu doirada so'zlaydi. Kishilik huquq degan yo'g'on bir chambar desak, irqiy qirg'inchilik degan shu chambarning ichidagi bir kichik chambar. Kichik bir o chambarning ichida nurg'unlab irqiy qirg'inchilik bo'ldi, diniy bosqinch nim qolgan bo'ldi, erkinlik degan nurg'un nimlar shuning ichidagi bir kichik chambarni irqiy qirg'inchilik deymiz. Shuning uchun kishilik huquq deysizmi, Blinken hech qanday chambardan chiqib ketmaydi, ya'ni shuning ichida so'zlaydi Uyg'ur masalasini. Endi u yerga berib hargiz u azroq mundaq deb qo'ydi, Uyg'urlarning kishilik huquqi deb, lekin u masalaga esil olmaydi. Chunki u masalaga esil bo'lish Amerikaning manfaati bilan ancha munosabat yo'q. İşte zemin nimesi sizgendek zemin davası bizning sharqni mustaqil asliga keltirish, mustaqil davlatimizni qurish nimasi qapqas o'chog'ida cho'ng bir nima kirgan bo'ladi, o'chog'da bizniki nimamizmi? İşte-ku, shular tushundim. Masalan, bu butun hozir Amerikada men chiqib ketdim. Irqiy qirg'inchilik, bu irqiy qirg'inchilik deyilchi, xuddi bu bir yiliqi hamma gap o'tadigan kongresslarga mustaqil desak hech kim anglamaydi deydi. Gap shu anglatadigan gap. Bu mustaqil degan nayda buni deyish uchunchi qara bir xil iroda, bir xil chidamliq, bir xil terikmay, zerikmay ish qiladigan narsa qara. Umid indan yo'q qop qarang'u bir o'nkurning ichidan bir kichik nurni izlaydigan bir ish. Haqniki uni anglamaydiganini qanday biladi? Demay, deb baxmay, netda to'xtamay bu yer kurash qilmay turib bilib olmaydi-ku narsalarnikini. Bo'lmay so'ashqa bu da ma u masalanga mamtun a'lo bu surgunlik va shular angashqa bu masalani bizning bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik degan bu kishilik huquq doirasidagi masala, bu mustaqil masala emas. Bu bir mustaqil masalasi davlat masalasiga akiraydi deb hujjatni akirsa bir muncha talayda voy u bu yer qirilayotgan Uyg'ur bo'lsa Uyg'urni demasdan ma davlat deb mani akiryotdi deb bir muncha talash tortish bu ketmamdi. Amaliyotda ularningki mamti a'lolarning degani hech qachon bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni inkor qilgan yeri yo'q. Agar shundoq biz azaldan mustaqil deganni ko'tirib jiq desak, agar Blinkenlar borgandimi shuningga yiqaroq bir so'z qiladi. Biz o'zimiz demagandan Blinkenni nimaga ayblaymiz? Shundoq. Yani bir savol Mavlonkamda hozir shu to'r dunyosini jiq ko'ramiz. Uyg'urlar to'xtama inkas yozdim, shu Rossiya ishtirak mag'lub bo'lsa, u chaqda bizning ishimiz osonlashadi, Sharq Turkiston mustaqilligi bir fursat keladi deydigan ashtab nimalar bor. Endi har xil nimalar bor analizlarda hamda. Emislicha shu Rossiyaniki yiqilishi, Ukraina urushi mag'lublab rasmiy Rossiya bilan butunlay urush to'xtatib, Rossiya ojizlab topqansa, u chaq bizga shunday bir fursatlar keladimi? Qara Paydiq biz vaziyat shaklini. Qara, men bilsanglar bo'ldi. Amerika bu siyosatda bu davlat aro siyosat degan qara o'zining do'stlari ichidan bo'ladi, xalqarodan bo'ladi. Amerika hech qachon Rossiyaning mag'lub bo'lishini xohlamaydi. Rossiya mag'lub bo'lib ketdi-da. Nim bo'lib ketdi. U vaqtda Rossiya azaldan tortib Rossiya nima Yevropaga Rossiyaning eng chong zidinki Yevropa davlatlari bilan. Yevropaning 7 G7 davlatlari oshlar hammasi Rossiyani eng chong dushman ko'rib kelganlar. Ular Amerikaga nima uchun bu Yevropa davlati Amerikani anglaydi tipini. Agar Rossiya tahdid bor. Agar Rossiyaning tahdidi yutib ketsa, Yevropadagi davlatlar Amerikaning gapini anglamaydi. Shu davrda Rossiya Amerika uchun Yevropa va Xitoyni tizginlab turishga bir peshonda tushganmish. Shu Rossiya degan Yevropaning beshiga mushtaq qo'yib qo'yib turgan bir qilich. Amerika o qilichni ilayotgan turamda. Amerika shunday chiqib ketsa, u vaqtida Yevropalar Amerikani anglamaydi. Shuning uchun Amerika Ukrainani tez mag'lub g'alab qilishni xohlamaydi. Ukraina bek chidamay, mag'lub bo'lib chekinib ketganda bir yurish qurolni olib kichkam asliga akab qo'ydi, to'xtatib qo'ydi. Rossiyaning ashunda urush hozir holat, masalan Yevropa bilan Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasidagi yana 5 yil davomlashsa, Amerikaning strategik manfaatiga uyg'un keladi. Shunda holat qo'yish. Xitoyni, Amerikani, nima Rossiyani iqtisodni vayron qiladi. Endi Rossiya bilan Xitoy o'xshamaydigan bir yeri bor qara. Rossiya va Xitoy xalqaralashib ketgan. Buning butun shirkatlari, zavodlari dunyoning hamma yeriga borsan Xitoyning mollari bor. Rossiya o'xshamaydi.
Rossiyada xalq arada Rossiyaning asosiyatda hech qanday mili yo'q. Sen ko'rib baxmagan. Nimisini ko'rding? Bir kristal aynaklardan boshqa nima bor Rossiyaningki xalq arada? Shuning uchun Rossiya Xitoy qaraganda chidamliq. O'zida neft bor. O'zida gaz bor. Ya'ni dunyodagi eng jiq bug'doy chiqaradigan davlat. Eng jiq ko'mir, issiqlik hammasi davlatining turmush yaxshi bo'lsa yetadi. Xitoy o'xshamaydi. Xitoy xalq aradan ayrilib qolsa, Xitoyning iqtisod butunlay vayron bo'ldi. Rossiya xalq arada ayrilib qolsa, yana jinni beqib davomli ketalaydi. Xalq arami Rossiyada ayrilib qolsa, Rossiyani masalan chiqaribsa, masalan Rossiyani dollar sistemasida hammasini chiqaribdi, Rossiyaning iqtisodiga hech qanday zarb berolmadi. Chunki Rossiya hech qachon xalq ara sanoat iqtisod bilan bunda giralashmagan. Hech nimasi yo'q. Bağlanıp qalmağandağa, faqat o'ziga bağlanıb, o'zi hech bağlanıb qalmagan. Hech qanday bağlanıb qalmagan, o'zining shirkatlari bor, o'zining naslari bu xalqarada hech qanday shirkatlar bilan birlashmagan. Bir Amerikaning aviatsiya, sunniy amri atirgan shirkatlar birlashyapti. Hozirmi bor birlashishi. Qolgan nimada yo'q. Dünya savdosida, texnikada, sen uyingda ishlatayotgan hech qanday asbobda Yevropaning butun mag'zullikka sen Rossiyaning nasli yo'q. Shuning uchun Rossiya manda qarasam xalq ara bog'lanmagan. Shuning uchun Rossiyaga Amerikaning bergan dollar sistemasidan chiqarib o'tishi iqtisod jazosi badi degani Rossiyaga uzun muddatda ta'sir yetkazishi mumkin. Hozir hech qanday ta'sir yetkazolmaydi. Amaliyotda jazo berganlikda Rossiyaninki iqtisodiy GDP'si sal o'rlab ketdi. Xitoy o'xshamaydi. Xitoy butun xalq araga to'kma bozor setib iqtisodni ko'targan. Xitoy jazoni yollanmaydi. Shuning uchun bumi Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi Rossiyaning dasmisi. Xitoyni Rossiya davlatlari Xitoyga sen meningda ayrilib ketsang, oz kundan keyin Amerika seni jazolasa, sana hech kim yordam qilolmaydi. Sen butunlay vayron bo'lsa deydi. Amerika sen meningda ayrilib ketsang, men xalqimni yana baqalayman. Xalqim neft bor, mashinasi butunlay mangudi. Gaz bor, uy issiydi. Bug'doyim bor. Yani dunyodagi eng jiq sarmoya chiqadigan davlatning biri shu Rossiya. Sarmoyim bor. Shuning uchun men yashalayman, sen yashamaysan deb, Xitoy buda qaydimush 5-oyda Putin keladi-ku Rossiyaga. Keldiganligini nim qildi-ku. Shuning uchun bu hammasi bu davlatlar uchun o'tirki, o'sha tangpungliq o Yevropani Amerika o Rossiyaning yengilib qilishi Amerikaning manfaatiga hech qanday nim qilmaydi. Yana bir chetda ursangda Rossiyami tigidaklarsa oqtalliklar ular. Bu Yevropa, Amerikada nurg'un Rosparastlar noiti jiq. Ukrainaning ahvolini noiti nachar. Hozir Ukrainaning askarlarining o'rtaq yashi 46 yoshga kiribdi. Odam qamidi askarga degan gap. So ancha qurolbang bilan ularning eng yaxshi injenerlari, odamlari Rossiyadan, Ukrainadan chiqib bo'ldi, necha million odam. Ular ketganlar qaytmaydi. Shuning uchun Amerika mushundaq vaziyatni saqlab qilishni yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Endi mesela dastlabda Ukraina urushi boshlanganda, bunda 3 yil oldimi, 2 yilning oldi 2-oyning 24 2022 qo'shu. Shu mezgillarda Rossiyaning tanklari, hamma bronexlari Ukrainaning ishini oldiga yig'ilgan vaqtida mana dunyo jimmi turganda Amerika bo'lsa mayli g'arb davlatlari qolib qolsin. Ukraina prezidentimi Amerikadan, g'arb davlatlaridan, Yevropalardan tez yordam so'rasa hech qanday sado chiqmagandan keyin oxiri joni tikib oldin sapga urush qilish orqali oldinga ko'rib o'zim urush qatnashish ham shundoqlar xalqiga qo'mondonlik qilish orqali o'zining bir qahramonligini ashar ifodalada o'chaqda Rossiya qaysiga yaqin kelib qolsang tub qisqatim unda qilman deb Amerika g'arb davlatlariga shunda tahdid qilgandi. Lekin bu urush shu qadar davomli 2 yilda eshib ketdi hozir. Endi Rossiyaning nurg'unlagan ilg'or aeroplanlari, tankillari, paraxotlari, har 2 kun yarashgan har paraxotlarimi birdan etib yo'q qilinib qoldi. Lekin hamda Rossiya shu qadar harbiy jat kuchli deb nim qilayotgan, ama bugungi kunda qarab baqsak, o qadar kuchli bir nimasimi yo ishlatmadimi, yo nim bo'layotdi. Bu jihatda sizniki ko'rgan nimalaringiz, analaringiz qanday? Qara, Rossiyaning asos tanklari oldin necha oyning ichida men Ukrainani besib kirib, pak nima Rossiyani kontrol olaman degan adam 2,5 yilda eshib ketdi hozir. Bu urushni ko'ryapmizda, hamda mushtiatlarda, hamda xalqaro mutaxassislarning o'zingiz ko'rgan xabarlari, o'zingizning analizlar qaydaroq.
qara Rossiya Putin 2 haftaning ichida Ukrainani ip bo'lman degan. Lekin bu yer birinchi masala Ukrainaliklar nayt qattiq zo'r odam jihatdan qurbon berib jang qildi. Agar Ukraina Rossiya ip ketsa, Polsha ketib qoladi. Atrofdagi davlatlar ketib qoldi. Buni nima bu qara bu Ukrainada uzun ketgan yer. İkinci Dünya Uruşu'da Hitler Ukrayna'yı ütüp bulup Moskva'nın yeni bağıca neçe ütüp ketken gap. Eğer Rusya Ukrayna'nın kolu Rusya ilvasa yana Rusya'nın tankısı yana nimo Avrupa'nın dervasını aldığını kep kalıyordu. Vaxtında Polşaların mandak korut ilviteleydi. Bu kılgandikken Avrupa hücum yardım berişke bunu köygen Amerika yardım berişik oldu. Hem Amerika mı bu bir ilaqi vaqtliq urushda Ukraina urush maydoni qilib turib Amerikani ajizlashtirishninki bir fursatini ko'rdi. Rossiyaning tanklari bu 2. Dünya urushdagi 60-yil nechalardagi tanklar qara. Bu hozirgi Germaniyaning bergan ilaqi tankka qarshi qurollar ostida ular ilaqi xuddi ilaqi pilotni oldida o'qiyat tutib olgan odamdaklar. Hech nima qilolmaydi, vayron bo'lib ketdi. Ondan Rusya'nın yani birinci bilsen oldu. Rusya menbesi dünyada iqtisadi tabii menbesi en köp. Coğrafyası en çok devlet boğan bile iqtisadi nait aciz. Rusya'nın iqtisadi bizim bir Los Angeles'likle kilodu. Çünkü o her bir sanatını çok terak kıldırışka iqtisadi yetmeydi. Çünkü Rusya'nın kural jaraqları ahırda kip kalgan. Anlaşık Ukrayna'ga Amerikalar hiç kançı kural bemdi. Bu da o ilaqi bir Amerika'nın bergen başkurulgan bombalarının içinde Rusya'nın içi Moskvalarga itip baralaydigan bombalarni berimiz devatıdı. Ben uqmadık. Şunun için bu Rusya'nın kuralları çünkü kural yaptığı bombaydı. Bütün Avrupa onun diken yardımını bir başlagan diken muş deryadaki eqib kelgan turdi. Derya eqib kelgan ki kurallıqның altında Rusya'nın kuralları Xuda sen aldığın mesela sen bir pilotunu tutsan aldığın 100 adam cüret gelsin itivitiye verirsen Rusya bile ama Avrupa'nın kural farkı aşında atom bombası var demişsen kural farkı şunçilik. O Rusya'nın buluvatkan bütün işini Amerika yadı Sunni emri arkalı bütün hareketlerini körüptü diye. Şunun için Rusya'nın kural yaptıkları ama hakanca cıhıkan bile ama Avrupa'nınkide hiç kimse yok. Xuddi 2. Dünya Urushu'da Hitler 3000 aeroplan bilan Rusya hücum qildi. Şu vaqtida Rusya 3000 tankı bilan Rusya hücum qildi. Şu vaqtida Rusya'nın 27000 tankısı var. Hitler 4 ayning ichida 24000 tankını bichit qilib yutdi. Nimishqa tanklar koni davrning tankları. Hitler'ların zamanıvi tanklarının aldıda berdaş beremigen. Bu da mı şunun okşaşıken Rusya'nın 60-70 yılda kuralları G'arbning Amerika'nın kurallarını aldıda hiç kandak berdaş beremeydi. Lekin Rusya'da 150 milyonga yakın adam var, Ukrayna'da aran 30 milyon adam var. Bu ikisinin küçük nayt çoğun o Ukrayna'nın yenişimi mümkün emas. Muş halat yan yıllar jurdi. Yani bir savol. Endi iliqma Blinkenning ziyoratidan keyin, masalan, nimasi bor-da, Blinken Shanxaydan kelib nima kelgani Beyjingda Xi Jinping bilan kurashdida. Kurashgan vaqtida ekranda sizim ko'rdingiz bir video tarqaldi. Xi Jinping ayada shu bir jiddiylashiga oldida Blinkenni saqlayotgan. Xi Jinping ayaqqa minib davatida tashimish zo xuйго deb davatida qachon qaytadi davlatiga deb. Biz yana bir Xitoy Jinping bugun oqshom qaytadi aytdi-da bu narsanikini. Yani aşağıdaki Şitongizning aşı gipidan o nayt üzdeki usul ahval tushib qolganligini nima qilamdik va ya qanday tushimiz bir xalqaro nimalar qanday tuzyapti aşı bir eg'iz gipinda hamda aşağıda nayt Şitongizning o'zi nayt bir taqassizlikdan turyapti-da ana kelishini. O qachon qaytib ketadigan degandek bir nimalar. Mush haqida qanday bir nimalar va analizlar. Endi bo'cha ilaq Xitoy demokratiyalarining ichida bu Amerika G'arbdan chiqqan gap emas. Xitoy Xi Jinping jiddiylashib ketdi bu degan. Bu asosiy Xitoy vositalaridan.
Xitoyning diktator kommunizmga qarshi Xitoy vositalardan chiqqan gap Shi Jinping jiddiylashib ketib shundoq dedi. O jiddiylashdimi, jiddiylashmaydimi, nim bilamiz. O Shi Jinping uzun yil huquq tutdi. 11 çoğun devletinin reisi, menimce undaq ciddileşip ketmeydi. O degan doim chet ellarda ko'rishib turdi. O degan bir gepidi, qachon ketidi, degan adat u yoqdan bu yoq mangandi, qayirib qolgan segiz kelib ketgandi. Uqmaysan-da. Yani bir devletniki hem de Xitoy hem de en yukarı nimisi emel hem o'qishini qo'ldan ketdi hozir. Hem de shu o'zi uniki bilinkini qachon qaytganligini o biladi, bilmay qolmaydi unasiniki. Aşağı bir xil ciddiychilik bordek. Endi ichida ham uniki bu tartib deydi, uni qachon ketganligini bilgi kelganligini aniq bu kun tartibi aniqda uniki. Hatto ayrıca qachon bo'lmaydi. Nurg'un raislarchi qara. Palanchi ketadigan yilida yil unutib qoldi. Shuning uchun yindagi katibi doim bularga takrorlab turadi. Falan keldi. Masalan, o nurg'un masalalar bor. O masala qachon boshlanib, qachon keldi, qachon ketdi. Bu Baydendan so'rasang bir odamlar kelsa, uni bilmaydi. Qachon kelib, qachon ketganligini. Bu yindagi katiblar shu falan soat bugun ketdi, kechda ketdi deganni bunga update deymizda, yanglab turdi. Ular bilmasa o normal ahvol u. O boshqalar xalqaro unda ishlarni hech qanday vaqtni, konkret vaqtni o bilish, o isida qilish, o hech narsa shart emas u. Hani g'oy bir alaydan bir tutilish. Shuning uchun u yerda u yoq bu yoq menishi vaqtni bilmishi, endi mavu qarshi turganlarni Shi Jinping qarshi turgan Xitoy demokratiyalarimi endi ashada uni cho'ngaytib har yoqda xuddi u jiddiylashib ketib qolgan, xuddi shu ashtada so'zdi. Menimcha u emas, u bir normal qachon mangdi uqmaydi. İngilizlarning xabarlarida tushama g'arbniki hamda siyosiy. Ya g'arblarda men bir minutda qarab baqdim, u yerda o jiddiylash mengib ketdi degan boshqalar ko'rdinglarmi uqmayman. Undaq gapni ko'rmadim. Chunki g'arb medialari o'xshamaydi. Ashning jiddiylashib ketganligini isbotlamasa, uni so'zlamaydi. Endi nima bilniki qaytgan vaqtidami, hamda uni alayda Xitoyning bir amaldorlari uzib qo'ygan ish bo'lmabdi. Faqat shu Amerikaniki Xitoy turishdagi bosh elchisi o'zini uzib qo'yapti. Ana mushuningdan endi kelgandimi kutib olmadi, ketgandim xo'sh deb qo'ymadi. Shunda bo'lganda Xitoy o'zini cho'ng tutib Amerikada qarshi bir nima qila oladigan degandek diplomatik qoidalarga hech qanday parvo qilmagandek bir narsa chiqib turdi ham shundan. Bu vaqtda endi ko'z qarashimiz nimada buniki? Masalan, Elon Musk turma. Bileki kitibde elçiler kim Elon Musk keldi Beijing'e Xitoyniki baş ministeri aldırıp kütüp aldı da koyduk hani bu narsalarni. Yani bu ishni selishtirganda demakchi-da, yani birisi tashqi ishlar ministeri keldi, so'q muomala kuchirdi, kelgandimi, ketgandimi. Andan keyin dunyoning eng cho'ng boy Elon Musk keldi, bosh Xitoyning bosh ministeri kutib oldi, dag'dug'lik bilan gilamdan silib degandek. Yani bu ishni o'zaro selishtirgan vaqtida sizning buni haqidagi mulohazingiz qanday? Qara, birinchi Blinkenning kelib qo'ygan nimalarni Xitoy hech qasini yaxshi ko'rmadi. Men dedim-ku, xuddi Blinken butun sening shahringni qurshab, askarlarni aklib olib, uningdagi bir odamni suhbatga ichiga kirgizsa nima deydi? Va xuddi sen taslim bo'l, bo'lmasa jazoni beraman degandeklar. Blinken shunda deb bordi Amerikaga. Nima Xitoyga. Albatta Xitoy bundan qarshi va sen meni nima ko'ryapsan? deb shunga bir oddiy o Xitoy Amerikaga ishlatgan besim ishlatgan hozir bir quroli yo'q. Uning iqtisod jihatdan quroli yo'q burunqidek. Ilm fan jihatdan diplomat hech nadan buning Xitoy Amerikaga qo'llanadigan material yo'q Xitoyning qo'lida. Shuning uchun diplomat jihatdan buni ko'zga ilmas shaklda silishi bu bir tangponglikni izdishi. Bu bir diplomat senin qoralınğa, senin qattiq detalınğa, mening yumshoq detalim bor degandeklar bir ish. Shuning uchun bu bir shundaq ish, ammo shunaqa, chunki bu Amerika hozir shu men dedim-ku, Xitoyga intayin Blinken berib, qattiq ishni qo'yib qo'ydi. Sen Amerikaga yordam qilsang, seni jazolaymiz. Buni Xitoyning iqtisodi ko'tarolmaydi. Agar sen Amerikaga yordam qilmasa, Xitoy yenidagi birdan bir cho'ng do'stidan ayrilib qoladi. O vaqtda dunyoda yolg'iz qoladi. O İran, Chawshan degan bular hech qanday kuch yo'q bir nimalar.
Şu Xitoy mı biladi, Rossiya mı biladi, bu ikkisi birsidan ayrılıp qalsa, bu şuning uchun menimcha Xitoy, mening ko'z qarashimda Xitoy Yevropa nimaga Amerikaga, Rossiyaga bergan yordamini to'xtatmaydi. Aqsham birer ikki banka Xitoyninki Rossiya bilan banka munosabatini to'xtatib qilishi mumkin deb o'ylayman. Chunki Amerika bersa bankaga jazo berdi. Shu birer ikki cho'ng bankasi Rossiya bilan bevosita savdo qilishni, bevosita pul mundaq savdo moliya munosabatini to'xtatib qilishi mumkin deyman. Buningmi qanchalik ehtimol bor uqmayman. Chunki Xitoy nihoyat aniq qanasda. Rossiyadan ayrılgan kuni, Rossiya vayron bo'lgan kuni, o'ziningmi vayron bo'lgan kuni. Endi oxirgi bir savol. Hozir g'arb dunyosida Uyg'urlarning majburiy qo'l emgakiga emgak kuchdan foydalanib, bo'libmi Uyg'urlarning majbur emgakka silinayotganligi va Uyg'ur qo'l emgaki orqali yasalgan tovarlarni qattiq cheklayapti g'arb davlatlarida. Bunun bilan birga Xitoyning azon to'qliq mashinalarini cheklashga qarata jiddiy tadbir olish yo'lida izlanyapti. Elon Musk Xitoydagi arzon emgak kuchlaridan foydalanib, arzon to'qliq mashin ishlab chiqarishmi Uyg'ur majburiy qo'l emgakidan ayrilib qarg'il bo'lmaydi. Masalan, O'mo Sharq Turkistonda, Urumchi, Qashqarda ham yer qurish mumkin-da. Belki Sharq Turkistonning Tesla zavodini qurish mumkin. Bu orqali Elon Muskning arzon to'qliq mashinasi ko'plab ishlab chiqarishi aniq. Agar Uyg'urlar mush fursatni ching tutib Xitoyparast Elon Musk ishlab chiqarishda Uyg'ur emgak kuchidan foydalanganligini dunyoga tashviq qilsa, aslida Xitoyning arzon bog'liq elektronlik mashinasidan besh qatayotgan g'arb dunyosida Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun texnik yaxshi fursat yaratib bo'lamdi. Qara, Elon Musk bu bir tijoratchi, bu bir taraqqiyotchi ham tadqiqotchi, bu bir yangi sanoat, shu elektronlik mashina chiqdi degan, mandaysan uningkin sunniy amro bilan shaxsiylarni chiqdi deysan, mandaysan bu bir dunyoda burun masalan kompyuter yaratgandek, mashina yaratgandek, bu bir yangi sanoatni ijod qilgan odam. Bu shuning uchun bu masalanga nurg'un Amerikaning siyosatlarini masalanga qo'l emgak kuchilarini ishlatsa bo'lmaydi degan siyosatlarini bu butunlay uni ijro qilishi notayin. Chunki buning nurg'un advokatlari bor. Dunyo Amerikadagi eng yaxshi advokatlar bularning qo'lida. Bular masalanga mani ishildi desa, Xitoyda emgak kuchini ishlatdi desa, bu advokatlar kelib, bu emgak kuchini ishlatgan asosing yo'q, isboting yo'q deb hukumatning deganini inkor qila oladi. Bu 130 milyardlik boy. Bu boy. Shuning uchun buning bu tijoratchi bo'lganki, buning birinchi maqsadi pul tepish. Pul tepish. Shuning uchun Sharq Turkistonga solmaslik mumkin. Sharq Turkistonga silib, uyatdan mashinani ishkirga yetkash bu nor bu transport. Ya hozir bir balo bir yo'l nimasiga bevosita kelyapti emas, men Sharq Turkistonda o'tyaptilarki, shu O'rta Osiyo anda kelyapti emasmi hozir? Materiallar kelishi mumkin. Mashinada endi Xitoyga guldirlab kelishi mumkin. Buni endi Amerikaning Kongress qandaq bir taraf qildi, aniq emas. Bu yerda nochiq mujmalliklar bor. Masalan, bu yerda Elon Musk Amerika masalanga bütün emgak masalanga qul emgak kuchini Uyg'urlar qulga ishlatgan materiallar ishlash bo'lmaydi degan bu Amerikaning bu siyosati ichida nurg'un yo'shiqlar bor. Elon Musklar agar kirmansa ashalar kirib ketalaydi. Uning degan Kongress Amerikaning parlamentida nurg'un odamlar Elon Muskni qo'llaydiganlar bor. Elon Muskning degan to'g'ri bu so'zni. Uning degan bu parlamentning ichidami isim chiqarsin, Xitoy bilan so'zni yaxshilashtiraylik, kichkina Uyg'ur uchun bundaqcha qurbon bersak bo'lmaydi deydigan parlament a'zolarim bor. Bularning hammasi o'xshamaydi. Shuning chiqa, masalan, buda Blinken burunlarda Xitoyga borganda doim kon masalalarni suhbatlashdi. Kishilik huquq, ashundaq masalalarni suhbatlashadi. Xitoy o'zi birimlanda buni yo'lga sepib qo'yadi. Buda Blinken uyaga borganda berib birinchi qilgan ishi sen Ukrainani to'xtatsa, Rossiyaga bergan yordam to'xtatsa, bo'lmasa sen Dunyo bankisidan moliya sistemasidan chiqarib etamiz. Bu masalaning yuragi. Bu Xitoyga bergan eng qattiq zarba meyadan kelyapti.
Kişilik hukuk deganlardan emas. Uyg'urlar voy Amerika kişilik hukuk debdi deb hissiyatchan bo'lib kesilmaydi. Biz mustaqil masalaga ko'tarish kerak. Bu kişilik hukuk meselede turib olsak, yani 1-2 yildan keyin bu irqiy qirg'inchilikning gapini qiladigan odam qolmaydi. Hozir Uyg'urlar uzdir guldirlab ketib qolsa, yana 1-2 yil qolmaychi, kelay yili menimcha Amerikada 30% yoshlar ketadi. Sharq Turkiston boradi, Turkiyadagilar nurg'unlar boradi, tijoratchilar men bir tijoratchi botdi Turkiya turgan. Ya mayul ichib ketsa, Xitoy ichilib ketsa, tijoratimni boshlab olsam bo'ladi deydi. Topgan pulimning hammani xajlab bo'ldim, bu yer tijorat qilolmaymanki, ichilib ketdi. Bular hammasi ichilib ketadi. Bu irqiy qirg'inchilik degan bu gap o'zligida bir elaqi susishib qoladi. Şu Uyg'urlar mushundaq davrdan foydalanib, Sharq Turkistonning mustaqil degan masalasini Amerikaning hukumat, Yevropaning hukumatlariga bizning da'vat qilimiz irqiy qirg'inchilik emas, irqiy qirg'inchilik bo'lsa faqat bir hodisa. Mohiyatlik narsa emas. Bizning mustaqil davlatimizda hamma yerlarga shu mustaqil degan ongni ishtirib kirgizib, anglamasin. Hozir xuddi Uyg'urlarning kelaqi mayaga qarsang Amerikadan bayliq dunyoga qarsang bu bir iliqi masajni qilish bir iliqi o'yin tomoshaga aylanib qolgandek bo'ldi. Hollywoodning ishlariga berib bir kongresslar yo birisi bilan ko'rishidi. Ya ko'rishib ya deydi demaydi. Voy Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik. O kongressmi irqiy qirg'inchilik to'xtasin deydi. Shuningla to'xtab qoladi. Ular bir necha rasmni to'rga chiqarib qo'ydi. Mushadan hech qanday ilgirlash yo'q. Uyg'urlarning mustaqil harakatiga mangmayotdi. Ular chunki mustaqillikni hech kim anglamaydi deydi. Bu meselede şu Uygurlar uzamaydı, davet qilib uzamaydı, o'zi qarashadi. O'zimi mesela şu Nurg'un Inyidining davri Inyidining ki maaşını olganlar o'zlari mustaqillikni xohlamaydi. Mustaqillik bo'lib qolsa, asli ularning maaşı to'xtaydi. Shunaqa. Asli maaşını to'xtatadi. Nereden can bakıdı? Bular nurg'unlarimiz chatda 30 yildak yashab bir can beqishning yo'lini izlamabdi. Aşna orqali can beqish yo'liga aylantiryapti. Inyidining pul elib. Şunun için ulamı bu mustaqil meselesi qiziqmaydi. Bunda Uyg'urlar bayar so'zlab qo'yganda hech qachon bir chet ellik xalqaro sudida Xitoy tajovuzchi, davlatimizni ishg'ol qilib olgan tajovuzchi degan gapni demaydi. So'zlamaydi. Shu bir yerlar yig'in berib, bu vaqtda kongresslar bilan bunda rasm chiqib qo'ydi. Uning hech qanday ahamiyati yo'q. Bir yig'inga boramiz deganda dunyo Uyg'ur qurultoyi bo'lsin, Uyg'ur kishilik elaqa proyektlar bo'lsin, voy biz boramiz desak, inidiya bo'pti deb badaydi tayyor ayiqlan berib qatnashidi. Yig'in qatnashgandagi sakni so'zliga odamlar bilan kongresslar bilan rasm tushib olsak bo'lamdi deydi. Ular so'zlab qo'yganda turib berdi, haqlar bilan rasm tushib to'g'ri chaplab qo'yib, mandaq Sharq Turkistonning masalasi, mandaq dedi, qandaq dedi deb bir muncha quruq gapni qildi. Uyg'ur xabarlarda bu Erknasiya Radyosu'da başka İngiliz haberlerden işini kögül olmaydı. Yok. Hiç mi yok? Ben böyle tenkit makalelerimde yazdım da bu Tibetlerdeki sürgün hükümetinin prezidentleri ya Tibet'te başka teşkilatların adamlar Amerika'daki kongresleri bilen birazdan kürüşüp kapkalsa onların medyalarda, gazetelerde çok haberleri çıkırken bu bizim Uygurlarınki berip o başlıklar kurashdik, bununla kurashdik, o ministerler kurashdik, bu kongresden kurashdik degan bilan Uyg'urlarniki o'zininki TV'sida, Facebook'da şu resimni ko'rdik-ekanmiz. G'arb davlatlaridan hech qanday bir axborot vositalarida bu narsa chiqmaydi ekan. Bu kurashgan yolg'onmikin desa, resim bor. Rostmikin desa, adliq qo'yamdi İngiliz haberlerde hech narsa Uyg'urlarniki chiqadi ekan deb go'yoqda ochig'im kelib, qattiq tanqidlab o birine kirgaya turam diken, şunda o birine kirip çıkan diken, gıskır kaplı bir resim şöyle de mandal çıkarıp koyayım diken de oturup, açtım yazdım raskem diye vakit açtım yazdım da, çünkü bu yer bulavatka işine yüzümüzden ağzına emez, hakının ağzına anlaşmamız gerekti o bir aslanınkine. Ulama o Uygurlar kaptı o da çıraylık çıkarıp haber işte bir gezide bir ara çıkarsa, maalesef başka işte asır oldu. Uygur çıkarıp olan ne payısı Uygurluk kurdu. Şu mesela mandalda bir yig'in içildi. Mesela Amerikada kongres bir yer mühim bir xalqarалық suhbat yig'in içildi. İçilgandan keyin mesela Dünya Uyghur Qurultayı Inyidining pulini ilayotganlar. Uyghur Human Rights Project o Amerikaning tashkiloti, men uni hech qachon tanqidlab boqman. Bular mesela yana Inyidining pulini olgan boshqalar bor. Bular
va aşa yig'in ichibdi, biz borsak ashundan qatnashimiz degandan keyin bu NEDni plani kirdi, beringlar deb bularning xarajatlarini qilib berdi, boradi. Biz xuddi ilaqa tuanda o'tirib anglaydi. Yig'in tutgandan keyin yig'inda so'zlagan odamlar Amerikaga qaytib asha turdi, kelgan rasm tushman degan odamlar bilan tushib oladi. Turib berdi, tushidi. Endi bular tushibdi, shu rasmni chiqiblar, biz mandaq dedik, undaq dedik deb so'zlaydi. Amaliyotda bir Uyg'ur nada hech qanday gazet hech nada yo'q Uyg'urlarni bular to'g'riliq so'zlagan. Neni sanitiyliqi qo'y vaqtida Pelosi demokratiyaning parlamentning rais bo'lganlar bilan tushgan rasm bu. Shu taloq chiqib ketib qolgan bir yoq o'tirib tushib olgan rasm. Agar o'shundan keyin mesela Nancy Pelosi cho'ng bir Amerikadagi 3-darajali shaxs shu daqqa. Yani tushgan rasm ingliz xabarlar chiqmaydi. Yo'q, bo'lmasa Nancy degan birsizlar tushib so'zlasa Amerikaning degan gazet jurnal chiqdi. Bu yerda hech qanday bu yerda moyat ish yo'q, Uyg'ur ishini so'zlagan ish yo'q. Hech ish yo'q. Endi shu ashi bunda chiqib rasm tushmasa ma'qulday tushidi. Masalan, sen bu bir vaqtida Washingtondagi Uyg'urlar Oqsaroyning ichini, Oqsaroy deyman, parlamentining ichini butun kirib, sanatlar bilan ko'rishib, rasm chiqyapti, shu goybalar turib, bu sanatlar bilan ko'rishmak bir oddiy ish ekan-ku, biz kirsaklar, ishni qilsak, hech bo'lganda sekretar chiqadi ekan, tushdik bu deydi. Ashunga o'xshash ishlar bu yerda hech qanday Uyg'urning masalasi o'tib qo'yilgani yo'q. Faqat bir aldamchilik bor. Shundoq. Mishay bir narsa qistirib qo'ygan kelyapti-da, kimalik Amsterdam Dammaydan namoyish qilgan vaqtida Amerikaning Gollandiyadagi bosh elchisi Dam maydoniga keldi-da, ayollar kelib 45 minut suhbat qildi, men bilan o'shadan. Suhbat qilish jarayonida men videolab taqatdim, nim qildim, lekin hech qanday bir Uyg'urlarning televiziya kanallarni bermadi, chu avatpadim maslanga, hammasiga. Keyinsi anan keyin Erknasiya radiosiga nim qildim, ularni xabar chiqarmoqchi, men nim qilib ishlamagan desam. 2 kun o'tgandan keyin akam o'z telefon qilibdi, voice-niki xabarini jiddiy ishlamsak bo'lmaydi ekan, biz moyoqdan uchur kelib qoldi. O'shani tafsir so'zlab bergan bo'lsak, biz ingliz ishlaymiz bu xabarni deb, Erknasiya radiosidan inglizga chiqardi-chu bir narsani. Demakchi, olib dastlabda chiqarmay jim turib olgan. Nereden bu yerda kelib qoldi, darhol to'xtatmay telefon urib, endi ishlash majbur bo'lib qoldi. Mana nima qilganim hamda. Ko'rayotganimiz ishida. Bundan so'zlab bersak, jiq hamda realliklar. Realliklar jiq. Masalan, Erkin Osiyo radio stansiyasi hozir nihoyat Uyg'urlarning bo'lgunchilikni qilgan bir radio stansiyasiga aylanib qoldi. Masalan, shu Solih Xudoyorlar Oqsaroyning oldida qancha yillar asha namoyish qildi. Masalan, shu Sharq Turkistonning bayrog'i Oqsaroyning oldida Amerikanikidan qolsa eng ko'p lapildigan bayroq. Bir qatim so'zlab qo'ymaydi. Bir qatim so'zlab qo'ymadi qo'shini. Masalan, ashundoq ish emas. Ammo nima kerak temiga bu yerda meniki savollari ham tugdi, asosiyatda bu yerda ingliz shaklda bir ikki savol chiqdi. Birinchi savol deydi, agar Amerika deydi Xitoyni jazolasa, ta'minlash zanjiri uzilib Xitoy bilan o'xshash ziyon tortamni qandoq deydi. Amerika hukumati Xitoyga jazo qo'llansa hamda bu da deydi-da, Rossiya davomli yordam qilib qolsam, siz jazolaymiz degan. Ayta jazo qo'llanib qilib qolsa, ta'minlash zanjiri uzilib ham Xitoymiz ziyon tortadigan, Amerikamiz ziyon tortadigan ahvollar yuz beramdi deydi. Bu burada sen xuddi shaxmatni o'yinsan. Sening eng oxirgi vazifa nishoning shohni mat qilish. Qarash tarafni, to'g'rimi? Shu jarayonda sen torkini, otni, hatto gardilarni qurbon qilsa. Gap shu, qaysi ikki taraf bo'ldi, kim eng oxir mag'lub bo'ldi degan gap bor. Amerikada nurg'un masalan, Amerika shuning uchun butunlay Xitoyni jazolamaydi. Masalan, xalqning kundalik turmushiga ishlatadigan kiyim-kechak, Uyg'ur bu narsalar yan 360 milliard dollarlik savdosi bor. Buni qilyapsa uni Amerika qayerdan topadi? Uni Amerika o'zi ishlamaydi, o'zi ishlasa intayin qimmat to'xtaydi. Yig'izlikli bir gap demayapsiz. Yo'q, Amerika Xitoyni ilm-fan soha, taraqqiyot bunda qilgan sohalarda jazolaydi. Uni ilgari surgizmaydi. Lekin Ashkon burunqi madaniyat inqilobi jarayonida ashuni yangi chiqqan anda ushshaq-tushshaq davlat taraqqiyotiga ta'sir qilmaydigan narsalarni qo'yib berdi. Amerika ma'lum darajada har qancha ikki odam so'qasa bir nochi, har qancha nochi o'kasmi hech bo'lmagan yon birsi bir tishlab oldi seni. Shuning o'xshash gap Amerika ma'lum darajada nima deydi, mol bahosi o'sidi. Mol bahosi o'sidi.
nurg'un ishsiz ahvollar paydo bo'ldi. Masalan, Xitoy bilan munosabatlik nurg'un shirkatlar itilgandan keyin ishsiz ahvol ko'paydi. Bularning hammasi Amerikaga albatta ma'lum darajada zarbasi. Unda yana bir savol neydi hamda? Endi bu kravatimiz dunyoda urushning oldida iqtisod maqad ekanda, hamma narsa kravat iqtisod eng old ekanda. Bu yerda Erik Qaraxonli deb bir qirishni so'rabdi. Mayoqdan pul berib Ukrainani qo'llab deydi-da hamda. Aslida Rossiyadan arzon neft gaz olib davlatni qamdayotganda Yevropa g'arb davlatlari deydi-da. Bergan pulning nimasini arzon neft orqali tepatamdi deydi. Bu endi bir Endicha qara Amerikada Yevropa asosiy jihatdan Rossiyadan kirgan neft gazni qisqartiryapti-ku, to'xtatyapti-ku asosiy jihatdan. To'g'rimi? Amerikadan yo'lladi. Bu yoqdan Amerikaga cho'ng manfaat yo'q. Lekin Rossiya Rossiya gazning bahosini tushirish orqali injiq neft ishlatgan Xitoy bilan Angliyaga sotdi. Nima? Hindistonga sotdi. Bu ikkisini topgan puli Yevropadan topgan ziyonni to'liqladi. Shuning uchun bu Amerika ularga neftdan qisib emas, shu neftlarni Yevropaga bermasa jazolaymiz, shu orqali nima Rossiyaning iqtisod manbasidan ayirib etmiz degan Hindiston bilan Xitoy ikkisi oyoqdan chiqdi. Bu Rossiya iqtisodini uzun muddatdan ta'sir qilishi mumkin. Endi urushda cho'ng urushlarda oyoqda urushda bomba portlab urushlayotgan bilan ostrada pulmangad ekanda, endi u yoqdan bu yoqqa turgan. Endi bu yerda da'vat Erik Qaraxonli qarindishimiz da'vat qildi. Amerika g'arb davlatlari mayoqdan Ukrainani qo'llab pul uryapti. Necha milliard pulni qolsada. Ostradan endi Rossiyaniki neftga bog'liq bo'lgandan keyin g'arb davlatlari hammasi yani bu aslida neftni elish orqali neftni qimmat bahosi deb bergan pulni neftdan puldan tepatamdi deb yani menda bir men buningki nemisini inchiklab nim qilib izdimadim. Masalanga ma'lum jihatda gazlar beryaptimdi, men tasa izdanib boqmadim uningga. Ammo zo'r darajada nimani qisqartirdi. Shunga Rossiyadan kelgan gaz, neftlar qisqarib ketgachga Yevropadagi fuqarolarning ishlatayotgan gaz, neftning bahosi o'sib ketdi-ku. To'g'rimi? Ularning qisqarib ketganda bahosi o'sib ketdi-ku. U yoqdagi toza men inchiklab ularning sonliq ma'lumoti burun urushdan burun qanchalik kiratdi, urushdan keyin qanchalik kiratdi bu sonliq ma'lumotlarni izlanib boqmadim. Unda bo'lsa bugungi suhbat asosli narsa tugidi hamda yana bir muhim narsa bu men suhbatga munosabatsiz men qaytib qo'yishni loyiq ko'rdim. Men ko'ryapsam bir qancha kun bo'ldi tor dunyosida, Facebookda, Twitterda Myunxen xitobnomasi haqida men savol qo'ydim Dunyo Uyg'ur qurultoyiga, Erkin Olibtekinga, qurultoyniki ijroiya raislariga, har qaysi muavir raislarga degandek ko'ryapsizlar bu narsalarni. Dünya Uyghur qurultoyi 2004-yilda 4-oyning 20-kuni qurilib ekan. Qurilgandan keyin Dünya Uyghur qurultoyining birinchi qilgan ishi Erkin Olibtekin qurultoyini Dünya Uyghur qurib bo'lgandan keyin qilgan birinchi darhol Myunxen xitobnomasi e'lon qildi. Chunki qurultoy Myunxenda qurildi, Dünya Uyghur qurultoyi Myunxen xitobnomasini e'lon qildi ekan. Myunxen xitobnomasini e'lon qilganda Erkin Olibtekinning deganida men buni inglizcha tayyorladim. Xalqaro siyosatshunoslardan, qonunshunoslardan maslahat olib, buni inglizcha tayyorlab e'lon qildik. Uning keyinda Uyg'urchadan Xitoychaga tarjima qilindi deb Erkin Osiyo radiosiga bergan 2005-yilda 5-oyning 17-kuni Erkin Osiyo radiosiga bergan suhbati bor. Bu Myunxen xitobnomasi haqida 2013-yilda Facebookda kuchli munozara qo'zg'agan. Shu munozarani Nurgiyadagi Akram Irik bilan shu boshlagan, unga men yondashib savol so'ragan ash mezgilida. Nima uchun Myunxen xitobnomasi inglizcha e'lon qilingan bo'lgan bo'lsa, Myunxen xitobnomasi inglizchada, Uyg'urcha, Xitoycha uch tildagi bir-biridan farqlandi, uning mazmunlari. Biz Uyg'urcha qarasak, noyat hayvatlik Sharq Turkistonning o'zlarini o'z belgilash, hatto mustaqillikdan gap bor. Inglizcha qarasak, unda emas, Xitoycha qarasak, uni so'zlash qilib bo'lmaydi-da, menda. Bu nima uchun deb men qilsam, buni Mehmet To'xti ingliz tilidan Uyg'urchaga men tarjima qilgan dedi. Unda sen tarjima qilgan bo'lgan bo'lsang, nima uchun o'xshamaydi buning ishchisi? Sabablari nima?
kim oxirgi qatim buni tasdiqlagan desam, Mehmet To'xta 2013 yilda esa meni Facebook'dan cheklab etgan. Hozirgacha Mehmet To'xta'niki Facebook'ga hech narsa ko'rmayman. Shu boshqa bir hafta burun men Mehmet To'xta aloqa qilishib bu to'g'risida qilsa Mehmet To'xta gapni burab bilakka qilib qo'ydi. Men Twitterda buni otdim. Mehmet To'xtaning savol so'rab javob jim turib oldi. Shu tordan aqtirib dunyo Uyg'ur qildim torbetga kirsam inglizcha yo'q ekan. Myunxen kitobnomasini Uyg'urchasi bor ekan. Xil uzun 4-5 varaq bir narsa o'qib beqinglar qarindoshlar. Onun keyin Xitoycha qarab baktım. Xitoycha qarasam bir 10 qur bir narsa bor-da Xitoychasida. Uyg'urcha 4 varaq bir narsa, Xitoycha ekanda 10 qurdek bir narsa. Lekin ayadagi kitobnominiki asosiy nishoni g'oyasi Xitoychadan osmondan farqlandi narsaniki. Uni inglizdan solishtirib boqay deb ingliz topolmadim. Topolmagandan keyin men topolmagandan keyin onun keyindan bu Myunxen kitobnomasi to'g'risida bergan bayonotlar bormidi deb Erkin Asiya radiosunun şu bayanı tapdım ben. Bana hazır bir koyup bir en avval karımdaşlar bir anlap baksa. Bana avazını yukarı koyma. Ben Erkin alıp tekin Myunxen kitapnamesi hakkında toxtaldı. 2005 yılı 7. ayının 27. günü bana bir anlanglar. Hürmetli radyo anlıqçılar. Dünya Uygur Kurultayı Reisi Erkin Altekin Efendi Türkiye'ye ziyaret için geldi. O bu ceryanda Türkiye'deki Şarkı Türkistan Ammavi Teşkilatları mesulları ve Uygur zatları bilen uçuruşup fikir almıştırmakta. Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi Erkin Altekin yakında ilan kılınan Dünya Uygur Kurultayı'nın Myunxen Kitapnamesinin tüzgüçüsü. Dünya Uygur Kurultayı'nın Myunxen Kitapnamesi 4 betten terkip tapkan. Kitapnamede Dünya Uygur Kurultayı Müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin Şarkı Türkistan halkının tüp kımmet karışları astada kurulduğun demokratik, köp partilik, din ve siyaset birbirinden ayrılgan ve kanun bilen başkurulduğun bir devlet bulduğanlığını, Müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin devlet tilinin Uygur tili bulduğanlığını, her bir puhranın kişilik erkinliği ve mecburiyetini mutlak qoğdaydıganlığını, hem de onunla hürmet kılıdıganlığını jakalagan. Kımmetlik radyo anlıqçılar. Kitapnamede qoğdulduğun kişilik hukukları ve teşebbüs kılıdıgan mecburiyetler 19 maddeden terkip tapkan bulup, kitapname Yaşasın Şarkı Türkistan cümlesi bilen ahırlaşıdı. Bu kitapname hakkındaki bazı meselelerini aydınlaştırış için kitapnameni teyarlagan Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi Erkin Altekin ve Uygur stratejiye mutaxassisi Erkin Ekrem Efendi bilen söhbet edip bardık. Hürmetli Erkin Altekin Efendi, bu kitapname kaçan yazılgan, nime maksat bilen hazır ilan kılındı? Sovyet İttifakı'nın tarqalışıdan keyin Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler müstakil bolup o'tirg'i chiqdi. O'sha mezgillarda biz 10 pone qurgan bu Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nı. Şu çağdan tartib bizden mana qurilgan kundan tartib 7 a'zomiz mustaqillikka erishdi. Devamlı chet elliklarni, xalqaro teşkilatlarning so'ragan savollari shunda bo'lgan. Bu sizlar bu Cumhuriyetde eğer müstakil bo'lgan bo'lsanglar qanday bir davlat qursizlar deb bu Müslüman bo'lmagan davlatlarga müstakil bo'lishdan burun so'ragan savollar. Şunanga tayinib turib, men bu bir kitobnoma hazırlagan edim. Buni xalqaro hukukchilar bilan ko'rishib, ularning tasdiqini olgan edim. Mesele şu, Şarkı Türkistan halkı Müslüman bir millet. Her devletlerde acaba bunlar müstakil bulup kalsa, qanday bir devlet kurdu? Yani şeriatka tayangan bir devlet mi, bir diktatörlük mü, bir totaliter sistem mi? Degenge o'xshagan bizde naydi jiq şüpheler var etti. Biz şüphelerini yok kılış için ben bu şu xalqaro hukukchilar bilan sözleşip, gelecekte Şarkı Türkistan müstakil bir devlet bulup o'tirib chiqsa, qanday bir devlet bo'lishi kerak degan meseleni ko'z oldida tutib, bu beyannameni biz shu chog'da hazırlagan. Bu beyannamening maqsadi chet el davlatlariga agar bir kun kelib vaqti va soati yetib Şarkı Türkistan müstakil bir devlet bo'lsa, shu usulda bir devlet bo'lishini xalqimiz albatta xohlaydi degan tushuncha bilan hazırlangan bir deklaratsiya ve keyingi vaqtlarda bo'libmi bizga bu savollar yomon ko'p so'rilib ketdi. Chet elliklar, xalqaro tashkilotlar, chet el matbuoti
fikir so'rab ketdi. Agar mustaqil bo'lib qolsalar qanday bir davlat qurishlar deganini ularga bir garanti sifatida buni hozir e'lon qilishni va ularning yer yurigiga ega bo'lish, biz kelajakda mustaqil bir davlat bo'lsak, albatta shu xalqaro jamoatchilikning qabul qila oladigan usulda bir davlat quramiz degan bir garanti berish maqsadi bilan hozirdan e'lon qilish majburiyatida qoldik. Hürmetlik Erkin Altekin Efendi, bu hitapname başka tillarda mı ilan kılınamdı? Elbette bu İngilizce bulup hazırlanan idi. Resapta başkasına biz bunu İngilizce kılıp hazırlanan. Hem de bunu Uygurça'ya tercüme kılıp, közden geçirip, birkaç metin közden geçirip, en nihayet ahırda biz bu Dünya Uygur Kurultayı İcra Heyeti yığınında okup madde bir yerde tasdikten ötküzüp, bundan keyin ilan kıldık bunu. Elbette bunun İngilizcesi mi var, İngilizcesini mi ve gerek olsa Xitaycasını mı tercüme kılıp başka tillerde mi ilan kılımız elbette. Kıymetli radyo anlıqçılar. Bu hitapname hakkındaki göz karışlarını düşün, mikrofonumuzu yani Yavrasya Stratejiya Tadqiqat Merkezi mutaxassisi Erkin Ekrem Efendi'ye uzattık. Hürmetli Doktor Erkin Ekrem Efendi, bazı kişiler Dünya Uygur Kurultayı'nın avtonomiyachi ekanligini ilgari surgan edi. Dünya Uygur Kurultayı bu xil tanqidlarga qarshi buni e'lon qildimi? Ben bu bazı qarindoshlarninki Dünya Uygur Kurultayı avtonomiyachi deganga pek e'tibor bermayman. Bunun sebebi Şarkı Türkistanlıklar bozulma 1949'dan keyingi xalqarodagi Şarkı Türkistan kurashini kelayotgan bütün teşkilatlar ve şahsiyetler hepsi müstakil bir Şarkı Türkistan'ı arzulaydı da oylaydı. Yani eğer de otonomiye isteyen olsa hazır Xitayma Şinjan Uygur otonomiye bergen gap. Kanunca to'liq bergen bo'lsa, hech bo'lmasa istimchatda bu bor. So'ngra bu so'zlar balki tartibotli niyat bilan so'zlandi ya da bilmay so'zlandi deb o'ylayman. Suyumlik radyo anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu için Ankara'dan Erkin Tarım tayyorladi. Xayr xo'sh. Mana iniq anladimi Mevlanka? Ha, iliq anlandı. Endi meniki nima qilganlarim 2013 dedim qo'y. Shu chaqda men mushu Myunxen xitobnomasi haqida to'g'ri ketki munozara bo'lib ketgan vaqtda shu chaqda bir narsa yozgan. Ash yaxshi qildimda. O chaqda men jiqadam tanimaydi-ku endi. Shunday deb qara. Lekin Mehmet To'xtovning qirtizini tiqayotgan ishni ko'ramayman deb. Endi Robiya Qodir xonim shu chaqda Dunyo Uyg'urlarning raisdi. Do'lqin esa bosh kotibdi. Boshqa bir qancha raislar bordi. Erkin Ekrem şu stratejiya mutaxassisi hammasi Gollandiyaga jiq kelgan bular. Kelgan hammasini so'rgan men Myunxen xitobnomasining nima uchun inglizchasi, uyg'urchasi, xitoychasi bir-birini farqli. Buni kim yozgan, kim boshqa tillarga tarjima qilgan desam, hammasining bergan javobi shu vaqtda buni qo'shgancha bu masaladan. Ya bunu sen nereden ko'rding deb, nereden ko'rdim? Shu joy To'rbeti Bati qurultayniki, ashuni ko'rgan to'q. Mushta bu munozaralar bo'lgan, buni desek ana ekan biz surishtirib boqaylik, bizni qaytib surishtirib boqaylik bu narsalarnikini, o'chaqlar yangi kelgan biz u ishlar bu ishlar oldirib diqqat qilmabdi dedi. Unda qiqqas uni keyin bir qancha qatam so'rdim, javob bermadi. Ana o'tganda mana biz chet elliklarmi, g'arbchilarda, g'arbdagi kuzatuvchi nurg'unlar men bilan jiq paranglashdi-chu. Mushtaq bir narsani ko'rdi. Ulim ko'rib, ne uyg'urcha qurganligi va shu parangni so'rab qoldi men Myunxen xitobnomasi haqida. Bu narsanikini bu inglizcha yo'qmi buniki? Sen ko'rib baqdingmi dedi, yo'q ko'rib baqmadim. Men shu uyg'urcha xitoychani ko'rdim deb aka burunqi ishlar ism kelib bilan darhol aning keyin men Robiya Qodir xonimga telefon qildim masalan. Ish gapni oldimda, desam Robiya Qodir xonim uni shu mazgil sen so'raganda uni biz surishtirib boqamiz deb men boshqalarga degan unim keyin ismimizni ko'tarilib qopti u narsani dedi. O ishni men hammani aka tasdiqlab qilgan narsa mening ismimda yo'q dedi. Animga aning keyinidan Erkin Ekrem'ge ben nim kıldım ana hozir qo'yib berdim xabarni. Bu 19 yil bu ishlagan xabar, ma xabarni. Buni Erkin Ekrem bilan kurashdim. Erkinka endi o'z vaqtida Myunxen xitobnomasi qildim, so'rgan Gollandiyaga kelgan vaqt 100 turani. O'sha men bu ishni tez bilib ketmayman degan tingiz, lekin men Erkin Asiya radiosiga xabar ishlatibsiz, Erkin Altekin bilan ishlanganlar. Nima uchun Myunxen xitobnomasining uyg'urchasi, inglizchasi, xitoychasi bir-biridan farqlandi desam, Erkin Ekrem endi ovozini qo'ysak yaxshi bo'lmaydi meni WhatsApp deyishgan gapni.
Bu işlerden benim tazı xabarim yokken, sen aşı kurultaydan daim işlerge mesul muavin reisi parat yorun kaçtan küreşti. Parat yorun kaçtan ben 3-4 gün küreştim. Uşurayver çık özara. Timin yapka çıklıkta başka yerge burat kaçıdı. Şundal gibi çıkkandakilla canım başka düşendirdi. O hiç ben sorgan soruğa münasibetsiz. Onun keyneden erkin o alıp tekine telefon kıldım. 10 minut telefonuna signalda gap kaldırıp koyayım. Cevap kaytamadı. Şu mühim kitapnamesi hakkında. Onun keyneden kanda kılımen kurultayına baş teftişi Parat Yakup, muavin teftiş, Ömercan İmen, baş katip Tuygun Abdüveli, Erkin Ekrem, Parat Yorun Kaş Katarlık hemme kurultayın yukarı derece emellerin hemmesiga mühim hitapnamesi hakkında bir nas yolladım. Şundaqla Dünya Uygur Kurultayınınki kurulganlığının 20 yıllık programmasını köygəndikən bu program hakkında istiqallarim, tekliflerim, tanqidlerimde bir nas yaz deb tapın e'lon qilmadim. Shundoq evatib berdim. Bu kurultay 20 yil bo'libdi qurilg'ili. Qurilib 1 yil bo'lgandan Uyg'urlar mustaqillik haqida men erkin oldigan degan nimalar bor ekan. Nima uchun 3 yil bir-birisi o'xshamaydi desam, hech qaysi buningga selektor paqa qaysi o'xshamaydigan nari bor ekan deganmidi. Chunki inglizcha yo'q bu narsanikini. Mehmet To'xtalarni kurashdi. Mehmet To'xtalarni kurashsa, Mehmet To'xta javob bermay turib oldi. Ashnas eskilatında 2013 so'rasam sizni cheklab qo'ygandingiz Facebookda. Facebookda meni qartizimni chiqarib o'ting dedim. Men sizga ko'rib turay bir narsalaringizni. Sen Mehmet To'xta qat'iy javob bermadi bir narsaga. Hammasi javob bermaylik bundan. Shuning amali yo'q, qayda qilaman? Facebookda yozdim. Bunda to'g'risida qisqa mazmunni yozdim. Yana boshqa 5 taklifim bor. 5 taklifda hozircha hamda aşağı üzülü bilirsin dedim de ki cevap çıkmaya kapkaz ilan kılma. Anda baş teftişten kurashdim, muavin teftişten kurashdim. Kurultayınki ular dedi biz bunu aşağıda oturup koyup buna bir cevap tırışıp bakayla dedi. Tırışıp bakayla emas. Bu kurultay biz dünyadaki Uygurlarnınki birden bir teşkilat edip halkalan kuruşayotgandaki bu kurultayning nizomnomasi, hitobnomasi mühim narsa. Nima uchun bu millatda millet o'zimizning millatiga bir xil, boshqalar bir xil mustaqillikka o'xshamagan nimada sirtqi dunyoda uchirib birdi desak biz buni bir tekshirib nima qilib boqaylik dedi. Yani qanday javob chiqdi uqmadim. Degan ma'ni men deb qo'yishidagi maqsad o'g'illikka qurultay Myunxenda 20 yilligini o'tkazish bilan teng Sharq Turkistonning besilgan zamin ekanligi haqida doklad e'lon qildi. Doklad chiqqan, doklad o'qiymiz. Doklad chiqib bo'lgandan keyin aning keyin qurultay yani o'zininki Xitobnomasi bo'yicha 19 yil burun e'lon qilgan xitobnomasi bilan Sharq Turkiston mustaqilligini ta'kidlaydigan yo'lda maqamdi yoki burunqidek yana Xitoy bizga zulm qilyotdi, qirg'inchilik qilyotdi, opam silab qo'y, dadam silab qo'y degandek yana ko'n muqomdagi da'vo yo'lda qarab maqamdi. Buni 5-3-kundagi qurultayning e'lon qilgan doklatidan qarab boqaylik. Shu mundaki bilalaymiz-da bu narsani. Shuning buni millatga bir bildirib qo'yishni biz o'zimizning bir aqlli burchi deb qaradim. Chunki biz ziyoli bo'lgandan keyin bunda masalaga sagak turishimiz kerak. Uyg'ur tashkilotlari Sharq Turkiston nomidagi bu tashkilotda Uyg'urlar uchun qanday ushur beryapti, xalqaro qanday ushur beryapti. Biz buni analiz qilib turib, bularni ketkizib qo'ygan taraflardan tutilib, bularni tanqid qilishimiz kerak. Bularning to'g'ri yo'lda menish uchun biz haydakchilik qilishimiz, xalq nazoratchi bo'lish kerak. Mana bunga qo'yib qo'yishimiz sabab bugun Erkinasiya radiosining bu xabar yulib ketib qolsa, topolmaymiz-da o chaqda. Shunga men qo'yib qo'ydim, bu narsa menga saqlanib qoldi. Shunga qurultayninki 20 yillik to'yi qatnashganlar Onu mübareklegenler uzanlar şahsi işi. Ayak bağandı ki neyim için şu kurultay kurulup dünya en dastlabda Uygurlarning biz mustaqillikni nima qilamiz degandek cho'ng gapni qilgan Erkin Olibdagi qurultayning qurg'uvchisi. Aşağı bağan şunu so'ranglar. Erkinga 19 yil burun siz qurultayni qurib 20 yil burun kitoblarni e'lon qilgan vaqtda degan nimangiz Erkinasiya radiosida bor ekan, shu ingliz nerede shunikini qachon e'lon qilgandingiz, nerda qolamiz so'rang, millat javob bersin dedim. Bu birinchisi. Ikkinchisi Sharq Turkistonning besilgan zamin ekanligiga haqida mutlaq maxfiy hujjat. Bunimi Erkin Olibdagi millat qaytirib bersin dedim. Men qaytirib bermasin. O bag'alliq debdi, Abdurim G'ani bek kirishval bu narsadan deb. Kirishvelib, men o narsa mening shaxsiy narsam emas. 35 million xalqniki zaminning hujjati bu narsa. Erkin Olibdagi menga bersin demedim o narsanikini. Dünya Uygur Kurultayını Erkin Olibdagi qurib chiqqan bo'lgan ekan, Dünya Uygur Kurultayga birish kerak bu narsani. O bermasa xiyonat qilgan bo'ladi. Undan boshqa o narsa yolg'iz qurultay emas, boshqa tashkilotlarning mustaqillik yo'lida bo'lgan tashkilotlar ishildi o nimasini. O narsa intayin muhim. Buni birish kerak. Yana buni ham sukut surayotganlar o'zlarini qolgan vijdonini so'rab boqinglar.
Vicdanını so'rab bakinglar. Bu narsadan yana pishin topadiganlar, qalpoq kaydirilganlar men dalil isbotlab o'tirib qo'ydim. 19 yil burun Erkin Olib Tekinninki Erkin Osiyo radiosiga bergan xabardan. Yani qolganini Erkin Olib Tekindan buna javob berish uchun ham Uyg'ur harakatlanish kerak. Hozir dunyo Uyg'urlardan eng qechayotgan ikki nuqtasi bor. Birinchisi Sharq Turkiston besingan zamin ekanligi haqidagi mutlaq maxfiy hujjat. Hammasi inkor qildi. Savol, unda qolib qolsa, nima uchun inkor qildi bular? Ikkinchi savol. Myunxen xitobnomasi haqida nima uchun javob bermaydi qurultayning bir adami chiqib, mana ingliz mayaqti ma'nosi. Biz to'rbetimizda uchritib qolib ekanmiz, qaysi chaplab qo'yal bu narsani deb qilolmaydi bu narsalarnikini. Demak, bu yerda bir uyon bor. Bu uyon nega munosabat qilgan? Sharq Turkistonliklarning o'rtaq manfaati munosabat qilgan. Bu narsa ushar turgan xalqim. Bu ikki narsa men keyingi kunlarda aslamga yozaman ham bu narsalarnikini Uyg'urlar kuzatganlar, Uyg'urlarniki mustaqillikqa, Uyg'urlarning diasporadagi siyosiy harakatga qiziqayotganligini xotir qoldirish uchun buni bir ta'minlab qo'yib uchurlan dedim. Shunlar degan kishi yo'q, tugidi. Aş İngilizce Myunxen xitobnomasida qurultay qayta e'lon qilganda o to'g'risidagi narsalarni yana qayta Uyg'urcha, Xitoycha bilan bir selishtirib boqamiz. Bularni men Ya bo'ldi, nima men u yerda shu vaqt olgan yiqiyoq ko'mgan, shuning uchun uningga men fikr beramayman. Inglizcha shu bir vaqtlarda Uyg'urcha anglab qilgan biladi, u yiqiyoq o diqqatim bo'lmagan. Abay bir gapim sal diqqatimni oldi. Bular mush 5-oyda bir doklad yezib, Sharq Turkiston ishg'ol qilgan zaminni isbotlaymiz deb bir doklad e'lon qilmiz deyotdi-ku. Tushundingmi? Men ashninga aka doklad kelsa men qo'l qo'yib berman, bo'pti asha. Qo'l qo'yib bu narsaga. Mening deydiganim bular uni kimga isbotlaydi? Men g'arb dunyosida ko'rgan inglizcha chiqqan maqolalarning, kitoblarning Sharq Turkiston hammasi Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan zamin deb ixro qiladi. Bular kimga isbotlaydi uni? O'zlariga isbotlaydi-da uni. Sharq g'arbda bu Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan davlat ekanligini inkor qilgan bir materialni ko'rmadim men texi. O'zimiz inkor qilyapmiz bu narsalarni. O'zimiz inkor qilyapmiz. Shu to'g'riliq chiqqan, men mesela Sharq Turkiston to'g'riliq chiqqan 30-40 ingliz kitobni hammasini o'qib bo'ldim. Masalan, Gollandiya tilida chiqqan bir kitobda, ya Germaniyada chiqqan bir kitobda Sharq Turkistonning Xitoyning bir qismi deb yozgan yer bormi? Bu kimga isbotlaydi, men shuni uqmayman-da. Oshini isbotlash uchun bular 4-5 yil bo'ldi, shunchalar jiq pul qalab oshini tadqiq qildik deydi. Mayli ashi chiqsin, ta'si oldi qo'l qo'yib bermayman. Bu narsaniklar shu Sharq Turkiston besingan zamin ekanligi haqidagi doklad tayyorlashdagi bir siyosiy ariq ko'rinishi bor-ku bu narsaniki. Buni bular o'tirib qo'yg'ili 2002 yilning oldida o'tirib qo'ydi bu narsanikini. Men shu Sharq Turkiston besingan zamin ekanligi haqida mutlaq maxfiy hujjatni Erkin Olib Tekinninki Asr Sharq Turkiston degan kitobning 500 betida baki aniqcha bir narsalarnikini shuni ko'rganniki buni o'tirib chiqardim men. Hatto Erkin Olib Tekin bilan kurashdim men bu narsanikini. Erkin Olib Tekin qayta 3 qatim kurashdim. Ashdan kurashganimsiz bor. Erkin Olib Tekin dedi, "Fukam, bu siz bir obdan namoyish qilyapsınız. Bu Sharq Turkistonning besingan zamin ekanligi bu dadam haqidagi tadqiqot kirib qolsiz. Siz buni qilmay o'zingiz ishini qilsangiz bo'lmaydi" dedi. Ben üzerinden işini kılıvatmaya aşka vaktimiz mi? Dadınızın hakkında tadqiqat yapıp almasak bulmaydı. Onu da kitap yazgan. Şartlar besingan zamin ekanligi haqida mutlaq maxfiy hujjat qayerda? Demiş millet qaytarib bermaysiz desem, "Fukam siz bu hujjatni qilmang, bir necha maqola yozgandim Sharqdan besingan zamin ekanligini. Shuni o'qib beqing" dedi. Sizdek maqol men yoza olmayman doktor, u narsani yozgan Uyg'urlar jiq. Men inglizcha yozolmasam, yana bizga yozmoqsaq bo'ldi. Lekin oyoqda Jang Jijoningki o'z vaqtida shu so'zga nutqini Gomindan hukumati bir broshe qilib, uni Gomindan ichki qismida taqitga mutlaq maxfiy hujjat bu narsada. Bu narsaningki qanchalik tarix qiymat borlig'ini siz his qilaysiz Erkin aka desam, fukam unda bir narsa yo'q, bo's dadam biratdi bir narsani, dadangizning kitobi bormi desam, bor dedi. Ichine 5-betida bu eng tuvan qatlimizda desam, fukam uyga mehmon kirib qolganda men keyin kirishini buni deb lakim telefonni qo'yib etdi shu bu narsanikini. Shuni bilan onun keyin yana bir qatim telefon qildim, bir hafta o'tkazibdi-ku. Bir hafta o'tkazib e'lon ko'rsam, Erkin Olib Tekin nima deydi? Uning degini fukam bu dunyo nima Sharq Turkiston besingan zamin ekanligi haqidagi bu mutlaq maxfiy hujjat unda muhim emas deydi. Undan boshqa muhim hujjatlar bor, dadamning qora sandig'ida. Bu narsalarni vaqt kelgan oshkorlaymiz. Men hozir qurultoy bilan kurashmoqchi, Do'lqin Isolar bilan.
Sharq Turkistonning besingan zimin ekanligi haqida bir raport tayyorlanglar deb. Aş raport mu yok dedi-de. Onu keyin men dedim Erkinka dedim-de. Bu dadınızın ki qara sandığıda Sharq Turkistonning besingan zimin ekanligidagi bu mutlaq maxfiy hujjat munasib nurg'ulga hujjati tursa, unda aşın chiqarsangiz shular raport tayyorlasangiz raport ishlasi bo'lmamdi desem, uning vaqti keldi dedi, qachon vaqti keldi dedim uningga. Demakchi, Erkin Altekinning qo'rqayotgan narsa Sharqning besingan zimin ekanligiga mutlaq maxfiy hujjatlarning o'ttirg'i chiqishini shu qadar qo'rqaqli. Bu emas, qurultay atrofga hammadan qo'rqaqli, chunki hammasi inkor qildi, ko'rdingmi ayna. Men naq maydonga telefon qildim. Dolqin Islam inkor qildi, Umar Qanat inkor qildi, Parat Yo'rinqash texnik inkor qildi, qurultayning yuqoridagi adamning hammasi inkor qildi. U hujjat mening hujjatimmi o? 35 milyon Sharq Turkistonning hujjati. Nima uchun inkor qildi u narsanikini? Hamda bu to'g'riliq kirgiti va mayli bo'ldi. Bu to'g'riliq halqa buni millat bilsin deyapman-ku, manasi millat bilsin. Buni aşağı qo'ydim. Endi to'xtayga bugun mening vaqtim to'shdi rasmiy hisob. Bugungi to'xta 1,5 soat bo'libdi. Suhbat oxirlashib qolgandan yana bir qatam Mavlaka hozir kelaryapti. Nima keldi ekanda Xi Jinping Fransiya ziyorat keldi ekan. Bu vaqtda bir xabarlarni ko'rib qo'ysangiz, Xi Jinpingniki Yevropa ziyorat haqida bir bu to'g'risi bir yana bir suhbat qilaylik. Xi Jinping Fransiyani tugitib bo'lib, Vengriyaga bordi ekan. Uning keyin yana bir ikki davlat va 4 davlatni keldi ekanda nimasiga. Mushni asos qilib yana bir suhbat qilaylik. Uning keyindan hozir endi g'arb davlatlarida josuslik qarshi bilan chiqadi-da, Xitoyning g'arb davlatlarining cho'ng-cho'ng parlamentlarida ishlayotgan shu setib olgan josuslar oshkorlanmoqda, ko'ryapmiz. Masalan, Angliyada oshkorlandi, Germaniyada oshkorlandi. Uningdan boshqa Turkiyada bir qancha Uyg'ur josuslar oshkorlandi, nimalarniki. Mushaqqalarni biz yig'ib yo'gib, mushning bir siyosiy arx ko'rinishi, uning keyin josuslar haqida xalqaro qanday xabarlar va bu ilgari oshkorlangan narsa hozir tuyuqsizlar o'tirib chiqishyapti. Mush to'g'risida bir xabar suhbat qilamdi. Qilaylik vaqt qarayli. Chunki masalan bu josus, TikTok bu to'g'riliq so'zlayman desang, uni bunda og'iz so'zlab tushuntirmaydi, uni cho'qim bunda grafik qilib tushuntirish uchun. Sen hozir buning grafik chiqarishini bilmaysan-ki. Uni qilish uchun masalan TikTok qandaq nima uchun cheklaydi, qandaq qilib sening hunarlarini Amerikaning nimalarini oldi deganda, uni cho'qim rasm bilan tushuntirmasa, tushuntirgin bo'lmaydi uni. Og'ilda mandal tushasan. TikTok chunki TikTok sen qo'lingda o'sha TikTok bo'lsa, seningdan 16 xil uchurni ola oladi. Uni keyin suhbat qilaylik. Endi unga suhbat qilmasda, bo'ldi Mishel qilaylik, hozir men yana bir yig'inga hammalar ko'pdan ko'proq bugun suhbatimiz oxirlashdi. Bu suhbatni boshqa qarindoshlarning foydalanishi uchun ko'plab taqib qo'yinglar. Tek fikringlar bo'lsa biringlar. Hammanglarga Allohga omonat.